Hasad raqamli dunyoning kasalligi. Raqamli dunyoda bir kishini beobro'y qilish juda oson bo'lib qoldi. Ustozlar aytgan, hasadchidek o'zini mazlumga o'xshatib ko'rsatgan zolimni ko'rmadim degan ekan. Hasadning ilk urug'i oilada boshlanadi. Oilada tanazzulga olib keladi dedik. Jamoa misolida mehnat unumdorligiga ta'sir qiladi. Hasadgo'ylar ko'p jamoada mehnat unumdorligi past bo'ladi. Ishonch kam bo'ladi kelajakka. Nizolar ko'p bo'ladi. Guruh bu bo'limni ko'ra olmaydi. Bu guruhga yomonlik qiladi. Eng yomoni hasadning oqibatlarida chidab tura olmagan odamlar sehr bilan ham shug'ullanadi, zaharlash bilan ham shug'ullanadi, tuhmat bilan ham shug'ullanadi. Ular amaliy harakatga kelgan odamlar. Bir kishini muvaffaqiyatli davrada tushdimi yo bir kishini boy dedimi, u darrov bitta fikrni aytish kerak. U halol yo'l bilan boyimagan degan fikrni kutib yashaydi. Erishgan insonning faqat muvaffaqiyat natijalarini ko'ramiz biz. U muvaffaqiyatga erishguncha bosib o'tgan mashaqqat yo'li ko'rinmaydi-da bizga. Biz aysbergning uchini ko'ramizda, xulosa qilamiz. Boy odam puliga hamma narsani sotib olgan, baxtni ham sotib olmoqchi bo'ladi. Kambag'aldagi baxtni hasad qiladi. Kimda Alloh ato etgan ne'mat bo'lar ekan, albatta unga hasad qiluvchi topiladi. Moddiylik oshgan sayin, raqamlashgan sayin, fan texnika rivojlanib, insonning hayoti yengillashgan sayin, meni nazarimdan, faqat men emas, hamma ziyolilarda hozir dardi bu, ma'naviy tanazzul kechayapti. Ya'ni taraqqiyotga nisbatan aksariyat davlatlarda, jamiyatlarda ma'naviyat masalasi teskari proporsional bo'lyapti. Raqamlashyapti hayot, moddiy jihatdan ko'tarilish, boyish bo'lyapti, odamlar sharoitini yaxshilaganyapti, lekin ma'naviy jihatdan tanazzul, orqaga ketish bo'lyapti. Ular nimalar? Ya'ni insonga biologik, jismonan vrachlar ko'payyapti-da, lekin uni qalbini hakimlari, qalbini vrachlari xuddi vazifasini bajara olmayotganday tuyulyapti. Masalan, men iqtisodchiman o'zim. Hali savol ham beradi, nima iqtisod bo'yicha chiqmaysiz deb. Masalan, iqtisod bo'yicha chiqsam, men davlatni hozir tashqi qarzi oshib ketganini ijobiy baholayman. Oltinning narxi hozir shunday ko'tarilib ketgan vaqtda tashqi qarz kichik foizlar bilan olish mamlakat uchun foydali. Hamma xalqaro institutlar ham hozir tashqi qarz olishga o'zini moliyasini taklif qilayotgani yo'q. Uni olish ham katta mahorat, mashaqqat. Lekin uni qanday ishlatilayotgani menga qorong'i. Shuning uchun men bu masalaga to'xtalmayman. O'zini ekspertlari bor, lekin bugun meni qiynayotgan narsa. Talabalarimni kuzatyapman. Oilada, mahallada, atrofda, bozorda, ko'chada, kuyda odamlarning ma'naviyati, odamlarning o'zini tutishi, insoniylik fitratini saqlab qola olyaptimi, yo'qmi? Qayerda tanazzulga yuz tutyapti? Nima bo'lyapti? Aytamiz, insoniyat hech qachon hozirgiday zo'r va murakkab zamonda yashamagan. Bugun masalan yoshlarga meni rahmim keladi. Ular kasal bo'lib qolgan. Har 3 daqiqa, 5 daqiqa telefonni bir ko'rmasa, bir relslarda o'tkazmasa, xuddi ularning nazarida dunyo to'xtab qolganday. Lotin Amerikasida bo'layotgan voqea unga nima qiziq men bilmayman. Yoki bir o'tirib 1 soat kitob o'qiydigan irodali yoshlar necha foizni tashkil qiladi? Masalada bularning hammasi. Shuning uchun ham men o'zimga vazifa qo'ydim va jamiyatni qabul qilishiga ko'rib men ruhlandim. Qanday vazifa? Shu qalb borasida, insonning ma'naviyati borasida, jamiyatning umum ma'naviyati borasida chiqishlar qilish, shu chiqishlar asosida kitob yozish, albatta iqtisod bilan ham shug'ullanamiz. Aytmoqchiman, bugun endi xafa bo'lishmasin, psixologlar ham ko'pdir, ulamolarimiz ham ko'pdir. Lekin yakdillikda bu masalani yechish yetarli bo'lmayapti demoqchiman. Ya'ni muammolar o'zib ketdi. Targ'ibotga nisbatan, tushuntirishga nisbatan, ommabop kitoblarga nisbatan, odamlarga tushuntirishga nisbatan o'zib ketdi. Shuning uchun qalb kasalliklari deymiz, bu nima bu? Ochko'zlik, hasad, riyo, ujub, manmanlik, nafrat, yolg'on ko'payib ketdi. Nima qilish kerak shularni kamaytirish uchun? Buni butkul yo'qotaman deydigan odam yo'q. Nima qilish kerak? Oilada, mehnat jamoasida shular kamaysa. Chunki nimaga aytayapman buni? Bu taraqqiyotni belgilaydi. Qayerda agar ma'naviy muhit yaxshi bo'lsa, ish yaxshi ketadi.
Bu nafaqat taraqqiyotni, bu insonlarni biologik sog'ligiga ham ta'sir qiladi. Stress, ko'rolmaslik, hasad oxiri yiqitadi odamni, kasal qiladi. Oilada qancha zararlarga olib keladi, mehnat jamoasida zarar. Nima uchun? Mana savol beryapsiz, hasad. Bilasizmi? Tibbiyotda kasallarning katta kichigi bor. Masalan, bir allergiya bo'lsa, parhez va bitta tabletka bilan yaxshi bo'ladi odam. Saraton bo'lsa-chi? Uni bosqichlari-chi? Birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich bosqichlari bor uni. Bu endi boshqa masala. Xuddi shunday qalb kasalliklarining ham turlari bor. Uni birgina pan nasihat bilan to'g'rilab, ya'ni bir tabletka bilan yaxshi qilsa bo'ladigani bor. Qalb kasalliklarining ham saratoni bor. Hasadni men qalb kasalliklarining saratoniga o'xshataman. Hasadni men qalb kasalliklarining asosiga o'xshataman. Shundan boshlanadi hammasi. Bu fikrimni isbotlash uchun aytaman. Ustozlarimiz aytgan, samodagi birinchi xato ham hasaddan bo'lgan. Ya'ni o'sha shaytonning men olovdan yaralganman, loydan yaratilgan insonga men sajda qilmayman deb, hasad bu. Keyin kibr qo'shilgan. Hasadning mahsuli bu yerda kibr. Ya'ni demak samodagi birinchi xato ham hasaddan, yerdagi birinchi gunoh ham hasaddan. O'sha odam ato farzandlari Qobilning Hobilni o'ldirishi hasaddan bo'lgan bu ham. Demak, insoniyatning paydo bo'lishi bilan hatto biz o'qigan Alpomish bo'lsin, biz ko'rgan zamonaviy filmlar bo'lsin, hammasi aksariyatini o'sha salbiy natijalarini zamirida hasad turibdi. Boshqa so'z bilan men aytmayman, shu keyin urchigan. Aytdimki, bu kasallik urchiydigan kasallik. Boshqa qalb kasalliklarini chaqiradigan, yuzaga chiqaradigan bu og'ir dard bu. Men nima uchun bu mavzu bo'yicha urinib ko'rmoqchiman bugun bir suhbatga. Diniy ulamo chiqib hasad borasida hadislar, Qur'on oyatlari, rivoyatlar, manoqiblar, ulug'larning hayotidan misol keltirgan bo'lsalar, psixologlar chiqib o'zini nuqtai nazari bilan gapirgan. Lekin bilasizmi, bir dardni boshidan o'tkazgan odam, bir dardning qurboni bo'lgan odamning suhbati boshqacha bo'ladi. Men yoshligimdan men shukr qilaman Yaratganga. O'sha maktabda o'qidik ham, yaxshi o'qidik, o'sha imtiyozli, o'sha oltin medal bilan tugatdik, universitet imtiyozli bo'ldi, yana nimalargadir erishdik. O'sha hasadni qurboni bo'lib, ko'p mashaqqat chekkan inson sifatdan bugun gapira olaman. Shu oxirgi 2-3 yilda, oxirgi 5 yilda mana sun'iy intellekt chiqdi. Instagram, TikTok, bu Facebook hammasi ko'payib, hamma 80-90% yoshlar shunga berilgan vaqtda hasad haqida gaplash eng dolzarb davr deb bilaman. O'zimizni idrok qilmasak bo'lmaydi. Hasad bu shaxsiy masala emas, bu shaxsiy muammo emas bu. Bu jamiyatdagi xavfli illat. Shuning uchun hozir men chiqib turibman. Agar hasadni salmog'i kamaymasa, hasad bilan kurashilmasa, endi hasad bilan bilasizmi, eng yomoni hasad bilan bir kurashadigan institut yo'q. Mana bir hasharot ko'payib ketsa, bitta dori yaratiladi, hasharot kamaytiriladi-da. Faqat bu inson o'zi bilan o'zi kurashsagina hasaddan ozgina qutulish mumkin. Boshqa choralari yo'q. Dunyo minbari hammaning qo'lida hozir. Izhor etish minbari. Birta chiqishga xohlagan odam hozir izoh, yoshlar tilida komment deydi, kommentariya deydi. Izoh yoza oladi. Yuragidagini chiqarib yoza oladi. Yo har qanday chiqishni qila oladi. Shunaqaki, oldin mana bunaqa chiqish uchun televideniyada qancha ruxsat, qancha kesilardi uni joyi, montaj bo'lardi, hech balo qolmasdi undan. Hech narsa qolmasdi undan. Lekin hozir masalan men uchun bu minbarmi, fikrlarimni aytishim uchun, bu butun dunyoga ochildi, butun jamiyatga ochildi. Lekin buni men yaxshi tomonini aytyapman. Ikkinchi tomoni bor. Har bir tayoqda 2 uchi bor deganday, buni bir salbiy jihati bor. Ijtimoiy tarmoqlar emas, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchi mafkurachilar muvaffaqiyatli inson qiyofasini yaratib qo'ydi. Oldin hasadning qalbdagi salmog'i, holati, sathi kichkina bo'lgan. Chunki ma'lumot kam bo'lgan. Mahallada yashagan yoshi qari o'zini mahallasini bilgan. Kichik bir to'yga borgan, maktabiga borgan, bozorga borgan.
ikkita yo birta televideniya bo'lardi, u mafkuralashgan televideniya bo'lgan. Lekin hozirgidek dunyo ochilmagan, buni ham imkoniyat deb qabul qilamiz va buni ham tahdid deb qabul qilamiz. Nimaga? Muvaffaqiyatli inson obrazi juda tiqishtirilyapti. Qisqa vaqtda boy bo'lib ketgan, Porsche Cayenne minib yuribdi, Range Rover minib yuribdi. Muvaffaqiyatli oila, muvaffaqiyatli nikoh obrazi tashlanyapti. Istanbulga boryapti-da, o'sha Bosfordan turib suratlar, videolar, mana biza turmush qurganimizga bir hafta bo'ldi, biz mana shunaqa Asaloyga Istanbuldamiz deb beryapti. Qiynalib, hamma tashini o'zi qilib, og'aynilari bilan uylangan yigit yangi kelinni oldida u ko'rayapti-da, uni shuni xohlayapti, qalbi xohlayapti, ayta olmasa ham. Janjal chiqyapti, nizo chiqyapti. Men shu mavzuga to'xtalmoqchi emasman, chunki bilasizmi, hozirgi mana avvalgi chiqishlarimga oila, nikoh, yosh oila masalalarini ko'p chiqdik. O'zgarishgan. Quloq eshitmay qolgan. Qotib qolgan shu narsaga. Fikr shu. Sharoit. Ulgurgan odam, muvaffaqiyatli odam. Bu bilasizmi, qanchalik stress, xavotir, o'ksinish, qancha janjal, qancha balolar olib keladi. Buni hammasi hasad-ku. Ya'ni muvaffaqiyatli odam obrazining yaralgani, muvaffaqiyatli odamning eksport qilinishi, bu hamma shuni xohlab qolyapti birdan. Tez bo'lsin, shoshayapti. Bu jinoyat qilishga olib kelyapti. Pul topish uchun kimdir jinoyatga qo'l uryapti. Oila buzilib ketyapti. Talab ortayapti. Migratsiya oqimi ortayapti. Chetga ishlab kelsang, shularga tez erishasan degan masala chiqyapti. Demak, buni tagida nima turibdi? Hasad turibdi-da. Boriga shukr qilib, hali keyinroq aytamiz, buni muolajasini o'sha yerda aytaman, nima qilmoq kerak degan. Demak, hasad oilaga ta'siri bor. Mahalla nuqtai nazaridan hasadga qarasa bo'ladi. Oila nuqtai nazaridan, mahalla nuqtai nazaridan, jamoa nuqtai nazaridan. Jamoadagi hasadni tasavvur qila olmaysiz. Uni boshidan o'tkazgan biladi. Rahbarga nisbatan, bir yaxshi ishlayotgan xodimga nisbatan, ya'ni hali Shayx Shoroviy hazratlarini senga hasad qiluvchini topmasang bilginki sen muvaffaqiyatli inson emassan degan fikrlari bor. Ya'ni muvaffaqiyatli, bilimli, gapi gap, uni eshityaptilar, uni bilimini e'tirof etyaptilar, unga nisbatan hasadgo'y bo'ladi jamoada. Demak, qarang, oila, mahalla, mehnat jamoasi, jamiyat, davlat ishlari, millat hasadni qurboni. Bilasizmi, hali keltiraman, tarixda hasad tufayli ikki davlatning urushish faktlari bor. Ikki davlat urushgan hasad tufayli. Ijtimoiy tarmoqlarning keng quloch yozgani, raqamli dunyoda yashayotganimiz, biz qalb kasalliklarimizni muolaja qilish, isloh qilib turishimiz shu majburmiz. Inson dushmanini tanish kerak. Bu haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lsagina u dushman bilan kurashishi mumkin. Bo'lmasa yutqizadi. Xuddi shunday hasad ham insonning qalbidagi eng katta dushman bu. Uni zavolga olib keladi insonni. Jamiyat obro'sini yo'qotadi, u bilan o'tirgilari kelmaydi. Hatto hasad shundayki, boya aytdik, fiziologik nuqtai nazardan ham o'ta hasadchi odam yuzi bilan ham bildiradi. Bir insonni ko'rib aytasiz, nurli odam ekan deysiz. Bir insonni ko'rasizda, sovuq odam ekan deysiz. Kimdandir qochasiz, kimdandir kuch olasiz, kimdandir kuchingizni berib qo'yasiz. Xuddi shunday hasadchi odam o'zi yuzidan, nigohlaridan o'zi bildirib qo'yadi. Shuning uchun qalb kasalliklarining orasida eng o'sha bosh xastalik dedikmi, uni tanish kerak. Uni ta'rifi bor. Lug'aviy ma'nosiga qarasak, terisini shilib olmoq, qirib olmoq degan ma'nolarni bildiradi. Yoki o'zbek tilini izohli lug'atiga qarasangiz, o'qisangiz, kimsaga xos, unga tegishli narsa, fazilat va shu kabilarni ko'ra olmaslik deb yozilgan. Sizga taalluqli yaxshi fazilatlarni ko'ra olmaslik deb yozilgan. To'g'risi, o'zbek tilining izohli lug'atidagi bu ma'no hasadni to'liq ochib beradi deb o'ylamayman. Bu shaxsiy fikrim, men huquqim bor shaxsiy fikrni aytishga. Ya'ni xush ko'rmaslik his tuyg'usi deb juda bir sirli qilib berilganda, oddiyroq qilib berilganda, bu hasad illat-ku, buni haqiqiy berish kerak. Mana hozir ulamolar aytgan hasad bu birovga yetgan ne'matga rashk qilish. O'sha ne'matni o'sha egasida bo'lishini xohlamaslik, undan ketishini xohlash.
yoki hasad ne'mat loyiq bo'lgan kishidan uning zavol bo'lishini istashdir, ketishi. Yoki Imom Navaviy aytganlar, hasad birovga berilgan ne'matning yo'q bo'lishini orzu qilish, kutish shuni. Bir misol keltirsak, menimcha shu misol bilan hasadga ta'rifni ham berib qo'yamiz. Bir inson podshohning huzuriga keldi, dod deb keldi. Ha, nima gap? Qo'shnimning sigiri bor, yaxshi sut beradi. Ha, yaxshi-ku. Menda yo'q sigir. Bu adolatsizlik, o'zi bu adolatsizlik emas. Bu tenglik siyosatini yuritgan sobiq ittifoq nima bilan tugaganini bilamiz. Insonlar bir xil bo'lmaydi, qobiliyati bir xil bo'lmaydi. Hamma birdek mehnat qilmaydi. Endi o'shanda podsho shu muammoni hal qilish tarafdori bo'lib, bo'ldi, sizga ham bir yaxshi sog'in sigir beramiz desa, yo'q, uni sigirni sog'adigan bolalari bor, meni bolalarim yo'q. Nima xohlaysan bo'lmasam? Uni sigiri bor ekan, senga sigir olib beraman desam, yo'q deyapsan desa, men unda sigir bo'lmasligini xohlayman. Uni sigirni olib qo'ying, men tinchiyman degan ekanda. Asl muddoni aytyapti. Asl muddao shu. Hasadni ta'rifi mana shu. Ya'ni hasad, bir kishida bir ne'matni ko'rasiz, bir muvaffaqiyatni ko'rasiz. O'zingizda ham shuni bo'lishini xohlashingiz ozgina havasga keladi u. Vaholanki havasni ichida ham ozgina hasad bo'ladi. Hamma narsani ham havas deb bo'lmaydi. Lekin hasadgo'y inson o'zida ham shu bo'lsa ham tinchimaydi. Aksincha, unda shu narsa bo'lmasa tinchiydi. Mana hasad nima? Eng yomoni ba'zi yoshlarda uchrayapti. Juda ko'paydi yoshlarda. 5 yoshar bolada hasadning elementlarini ko'rsa bo'ladi. 5 yoshar bolada uyga farzandingiz keldi, 5 yoshar farzandingiz, qo'shnida shunaqa o'yinchoq bor ekan, menda yo'q deb yig'ladimi? Bolam, qo'shnida bunaqa o'yinchoq bo'lsa, sizda bunaqa o'yinchoq bor. Hali sizga ham olib beramiz. Uni o'sha paytda muolaja qilmasangiz, ketdi shu bilan keyin. U doim birovga bor narsani bo'lmasligini xohlab, avvalida o'zida ham bo'lishini xohlaydi, keyin o'zida bo'lib, o'zgada bo'lmasligini xohlaydi. Mana shu hasad xalq orasida to'g'ridan to'g'ri hasad deb aytilmaydigan, lekin hasad bo'lgan ko'p tushunchalar bor. Maqollar bilan kelgan, rivoyatlar bilan kelgan, she'rlar bilan, qo'shiqlar bilan ko'ra olmaydigan odam deydi. Bu hasad noxolis deydi. Hasad baxil deydi. Hasad ichi kuyib ketadigan deydi. Husumatchi deydi. Ichi qiziydigan deydi. Birovni yutug'ini ko'ra olmaydigan deydi. Ichi qora deydi, ichi kir deydi. Aytishadi deydi. Buni hammasi hasad buni. Masalan, blogerlarimiz shunaqa ko'rinishlar qilyapti. Bir nimanidir ko'rib, shunaqa bir qizib ketgan odamni ko'rsatib, kulgu bilan ko'rsatyapti-yu, uni bir insonga xos bo'lgan, insonda bo'lishi muqarrar, bo'lishi kerak bo'lgan bir xususiyat sifatida ko'rsatilyapti-da. Shoirlarimiz ham hammasi emas, ba'zi yuzga kirsin, yashasin. She'rlar yozgan, hasadni qaysidir ma'noda oqlab qo'yganda. Mashhur xonandalarimiz ham kuyib o'lsinlar, ko'ra olmaydigan odam, noxolis, baxil haqida qo'shiqlar kuylaveradilar. Hasadni bunday 25-kadr qilib, bunaqa qilib targ'ib qilish kerak emas, bu illat bu. Buni bunday ko'rsatish kerak emas. Mana shu hozir xalqimiz orasida aytilgan, oddiy so'zlar bilan aytilgan, kulib aytilgan, o'zaro suhbatda aytilgan narsani hammasi, hamma xarakter jihatlar hammasi hasad bilan to'g'ri proport. Hasad degani bu. Bu hasad degani bu. Bu gunoh degani, bu mumkin emas degani. Bu madaniyatli inson ga xos bo'lmagan, madaniyatli oilaga, madaniyatli jamiyatga xos bo'lmagan unsurlar degani. Yaponiya boramiz, Germaniyaga boramiz, bu yerga Yevropa, bu yerga Osiyoning rivojlangan davlatlarida bizni o'sha tarbiya kitoblarimizda o'sha ikkinchi Renessans, birinchi Renessanslarimiz o'tgan davrda ulug'larimiz yozgan kitoblarda tarbiya jihatlari, insoniylik jihatlarini u yerda ko'ramiz. Din bilan bog'liq joyi bor. Ularni hayot tarzida ko'ramiz uni. Misoliki, ular shu bizda yozilgan kitoblarni yod olgandek. Endi buni tarixiy jihatlari ko'p buni. Men isbotlab ham beraman. Bizlarda kitobni bosma shaklda chiqarish bid'at deb qaralgan bir vaqtda, kitoblar ko'p chiqarilmagan, har bir xonadonga kirmagan vaqtda 14-15-asrdan tosh bosma o'sha tipografiyalar chiqib, bu kitoblarni bizdan mag'zini olib, o'zlarining kitoblariga singdirib kiritgan bular. Yevropa ham, boshqa davlatlar ham. Shuni hisobiga ularning xarakterida bizni faqat olimlarimiz,
faqatgina o'qiydigan narsalar ularni xarakteriga jo bo'lib ketgan. Va o'sha men aytgan Yevropa bo'lsin, Yaponiya bo'lsin, Malayziya bo'lsin, Koreya bo'lsin, aholisini umumiy tavsifiga, umumiy yurish-turishiga e'tibor bersangiz, mana bu men hozir sanagan illatlar yo'qda. Masalan, men o'tgan safar chiqishimda tegajog'lik haqida gapirdim. Ular bir ayolga bir boshqacha ko'z bilan qaramaydi u yoqda. Hali ruslar ravnodushni deydi. Shunchaki inson sifatida muloqot qilib, bir kulib, omad tilab o'tib ketadi. Bizda boshqacha-ku. Shu narsalarni yo'qotish uchun u narsalarga oddiy narsa deb qarash kerak emas. Umuman millatni umumiy yuzini ko'rsatadigan jihatlarda bular qora dog'chalar bular. Kulib gapiramiz. Ayniqsa bizda latifachilarimiz, so'z ustalarimiz. Endi u axloqiy masalalarda gapirmasa bo'ladi. Lekin men hozir sanagan hasadga daxldor masalalarni insonni kundalik tarzi, kundalik hayotidagi bir oddiy jihat sifatida talqin qiladi. Bu noto'g'ri bu. O'zim ham mana shu tadqiqotlarni qilib o'rgangunga qadar hasad bir ikkita ovsinning orasidagi shunday bir kichik munosabat yoki ikki qo'shni orasidagi shunday bir munosabat deb o'ylab yurardim-da. Men ham tor doirada o'ylagan ekanman, lekin buni tadqiqot o'tkazgan sayin hasad borasida dissertatsiyalar, monografiyalar, o'sha o'zimizda tarixdagi ulug' ustozlarimizni kitoblarini o'qigandan keyin bu tamaddunlar masalasi ekanligi, bu o'sha vayronkor hissiyot ekanligiga amin bo'ldik. Hasad bu vayronkor hissiyot butun dunyo bo'yicha. Lekin yana bir tomoni borki, hasad insonga xos bo'lgan eng qadimiy illatlardan biri. Ya'ni insoniyat paydo bo'libdiki, men aytdim-ku, samoda qanday, yerda qanday ilk gunoh, ilk illat ekanligini aytdim. Shuning uchun bu juda qadimiy illat bu. Inson borki, boshlangan. O'sha ibtidoiy jamoat davrini ham agar o'sha tarixiy manbalardan o'qisangiz, filmlar, hujjatli film, badiiy filmlarni ko'rsangiz, qabilalar o'rtasidagi hasad unsurlariga duch kelasiz. Bu hali ibtidoiy jamoat davri haqidagi. Hozir aytyapman-ku, barobarlarga ko'payib ketdi bu raqamlashgan dunyoda. Bugun bu bilan kurashish uchun qo'llanmalar kerak. Infokiosklar kerak, tavsiyalar kerak. Bu mana bu chiqishimiz hali bu ummondan bir tomchi suv bu hali. Aytdim, kitob yozamiz bu bo'yicha. Bor kitoblarni jamlaymiz. Endi masalan, qadimgi sharq falsafasida hasadni ruhni zaharlovchi olov degan. Ruhni zaharlovchi olov. Yoki Yunon mutafakkirlari insonning ichki tinchligini yo'q qiluvchi hissiyot degan. Bu hasadchiga qarata aytilyaptiki, Yunonlar insonni xotirjamligini olib qo'yadi. Bu insonni na uyqusida, na hayotida, na ovqat yeyishda halovat bo'ladi. Shu bilan yashaydi. Yoki Aristotel boshqalarning muvaffaqiyatidan azoblanish deydi. Ya'ni hasadchi odam boshqalarning muvaffaqiyatidan azoblanadi. Arasto aytadiki, dunyoda eng og'ir yuk hasaddir. Dunyoda eng og'ir yuk hasad yukidir deydi. Qadimgi Xitoyda insonni ma'naviy kamolotdan to'suvchi illat deydi. Ya'ni hasadchi odam o'z kamolotini bilan shug'ullanmay qo'yadi-da. Mana o'z ustida ishlash, rus tilida aytganda samorazvitiy degan masala bor-da, o'zini rivojlantirish. Hozir bunaqa qo'llanma adabiyotlar ko'payib ketdi. Kamolotga yetish deyiladi bu. Shundan to'xtaydi. Chunki u birovlarning hayotida yuribdi. Yoki menga eng yoqqani Konfutsiy yoqqanlardan biri Konfutsiy ta'limotidagi hasadga berilgan ta'rif. Insonning boshqalar bilan solishtirib yashash ma'naviy tanazzulga olib keladi deyilgan. Ya'ni hasad inson o'zini boshqalar bilan solishtirib yashash. Hasadning boshlanishi bu Konfutsiyning ta'limoti. Nima degani bu? Mana bugunga to'g'ri keladi-da. Oldin ko'p ma'lumotga ega bo'lmaganmiz, ko'pchilikni bilmaganmiz. Bugun ijtimoiy tarmoq juda katta odamlarning hayotini ko'rsatadi. Ronaldoning hayoti, Messining hayoti. Menga nima qizig'i bor uni? Men bitta kitobni boshidan oxirigacha mazza qilib o'qisam, qotgan nonni shunday suvga botirib bo'lsa ham shuni o'qisam, uni hayotidan o'zimning hayotimni ustun qo'yaman. Buni nomini qanoat deydilar. Yoki masalan aytayapman, S-klassda yurgan boy svetoforda to'xtaydi, Matizda birovning Matizini ijaraga olib taksi qilgan odamdan baxtli bo'lmasligi mumkin. Birovning Matizini ijaraga olib taksi qilgan inson kun bo'yi taksi qiladi-da, kechqurun korzinkadan bitta grillni oladi-da, 60 mingmi, 80 mingmi oladi-da, uyiga olib borib titib bolalari bilan mazza qilib yeydi.
Lekin hali S-klass Mercedesdagi uyda g'am, qon, tashvish, janjal bo'lishi mumkin. Ikra bo'lmaydimi uyiga? Tunets balig'i bo'lmaydimi uni uyiga? Zahar u. Shuning uchun juda bir qiziq masalada va shuning uchun hasadga ta'rif qaysidir xalqda maqol sifatida keladi, ta'rif sifatida keladi. Umuman olganda hammasini agar birlashtirib gapiradigan bo'lsak, hasad insonni ma'naviy, milliy, fiziologik halokatga olib boradi desak bo'ladi. Ma'nan milliy, fiziologik halokatga olib boradi. Ya'ni u ma'nan yemirilib boshlaydi, degradatsiya deydi. Uni ma'naviy qiyofasida o'zgarish bo'ladi, uni fikrlashlarida o'zgarish bo'ladi. U faqatgina bir kishini yomon sifatlari gapirilgan davrani istaydi. Shundan mazza qiladi. Bir kishini muvaffaqiyatli davrada tushdimi yo bir kishini boy dedimi, u darrov bitta fikrni aytish kerak. U halol yo'l bilan boyimagan u degan fikrni kutib yashaydi. Yoki bir ilmli odammi, og'zakidan beshi, u qurib chiroyli gapiradi, uni ilmi uncha emas deyishni yaxshi ko'radi u. Ya'ni hamma narsaga shu fiziologik holat. Avvaldan ham aytdim. Hasad qiladigan odamni oddiy aytganda unda kortizol ko'p bo'ladi qonida. Gormonlar ishlab chiqarish balansi buziladi-da, uni rang-ro'yiga ta'sir qiladi, jigariga ta'sir qiladi, sog'ligiga ta'sir qiladi. Biz faqat toksinlar insonni o'ldiradi deymiz. Toksinlar ichimlik, sigaret yoki bir rangli, gazli va shunaqa deymiz-ku. Yo'q, xarakter ham odamni o'ldiradi. Xarakter u bosim kasalligini paydo qiladi, qand kasalligini paydo qiladi. Xavotir, stress, uyqusizlik, buni hammasi fiziologik jihatdan ham halokatga olib boradi. Mana shunday qilib tushuntirish kerak odamlarga. Hasad insonni ma'naviy jihatdan ham botqoqni qa'riga tortadi, milliy jihatdan ham millat orasida, jamiyat orasida, oilasi orasida ham fiziologik jihatdan ham halokatga olib boradi. Boya saraton kasalligiga o'xshatdik. Bu giyohvandlikka ham o'xshaydi. O'zini yupatib boshlaydi. Hasadgo'y odam faqat insonlardagi pozitiv emas, negativ jihatlar bilan o'zini yupatadi. Masalan, bir oilada bir muvaffaqiyatli oila, o'rta hol, juda chiroyli oila, lekin oilada kasal farzand bo'lsa agar u ko'ra olmaydi uni. Mana deydi, qilmishlari tufayli deydi, uyda kasal bolasi bor deydi. Yoki boshiga bir musibat tushsa agar mana deydi, mana unaqa bo'ldi deydi. Sen o'zingni ko'r, o'zingni hayoting, o'zingni farzanding, o'zingni bir soatdan keyingi, 10 daqiqadan keyingi holatingni bilmaysan-ku, birovlarning hayotiga aralashish umuman o'zi bu nafaqat diniy nuqtai nazardan o'sha sivilizatsiyalashgan, madaniylashgan jamiyatlarda ham buni tasavvur qilish olmaydi, bilasizmi? Bizlar aralashib yurgan ma'naviy xastaliklarni biz kundalik hayotimizda boya aytganimda xalq tilida bir oddiy qilib aytiladigan ma'naviy, qalbiy, ruhiy xastaliklarni sog'lom jamiyatlar qabul qila olmaydi. Bu qanday deydi? Qanday bunday bo'lishi mumkin? Qanday birovning hayotini gapirish mumkin? Qanday birovning hayotida yashash mumkin? Vaholanki o'zimizning hayotimiz, o'zimizning muammolarimiz orqaga tashlash bilan ovoramiz shunchalik ko'p. Kuchli odam uni bildirmaydi. Kuchli odam ba'zisini hal qiladi, ba'zisini orqaga tashlab qo'yadi, keyinroq bo'ladi deb Xudodan so'raydi va hokazo. Insoniyat o'zidan tarix yozib qoldirgan barcha davrlarni o'rgansangiz ham, tamaddunlarni o'rgansangiz ham, barcha dinlarni o'rgansangiz ham hasad qoralangan. Shunday illatlar bor, qaysidir din yoki qaysidir tamaddunda oqlangan. Lekin hasad hammasida qoralangan. Masalan, hammasida bir ma'naviy gunoh sifatida e'tirof etilgan. Dinlarga kelsak, barcha dinlarda, faqat islomda emas, masalan, ibrohimiy dinlarda hasadni shaytoniy illat deyilgan. Ya'ni insonga shaytondan yuqqan bir illat. Juda muolajasi og'ir bo'lgan, doimiy muolajani talab qiladigan, doimiy e'tiborni talab qiladigan bir illat sifatida aytilgan. Yoki Tavrot ham shunday kelgan. Ya'ni shaytonda paydo bo'lib insonga o'tgan illat deb qaralgan. Tavrotda. Yoki Injilda barcha yovuzliklarning ildizi deb atagan. Demak, bizni avvalda aytgan fikrimizga to'g'ri kelyaptiki, qalb kasalliklarining avvali bu. Shundan urchiydi kasalliklar, keyin qalb kasalliklarining boshqasi. Endi islomda, muqaddas dinimizda hasad juda bor bo'yiga qoralangan. Bu bo'yicha
payg'ambarimizdan hadislarni hamma yoddan biladi. Eng mashhuri bularning orasida hasad, olov o'tinni qanday yemirgani singari tasavvur qiling, o'choqda o'tin yonyapti. 15-20 daqiqa yongandan keyin undan kul qoladi faqat. Hech narsa qolmaydi. Ya'ni hadis aytilyaptiki, olov o'tinni qanday yemirsa, hasad inson hayoti mobaynida qilgan yaxshiliklarini shunday yemiradi. U gunoh bo'lish barobarida ikkinchi xususiyati qilgan yaxshiliklaringizni ham yeb yuboradi. Saxovat qildingiz, ibodat qildingiz, odamlarga yaxshilik qildingiz, parhez qildingiz, nimadandir tiyilib darajalar kutdingiz, bularni ham yo'qqa chiqaradi. Qarang, qanday go'zal hadis. Yoki masalan, katta qozon taomga bir tomchi zahar tushsa qanday zaharlaydi? Shunga o'xshash hadislar. Eng qisqasi Qur'onda ham o'sha Qur'ondagi oxirgi suralardan biri Falaq surasida hasadchining hasadidan panoh so'rash haqida oyat bor. Bilasizmi, shunchalik qo'rqinchli narsaki, Alloh taolo hasaddan saqlanish uchun o'zimdan panoh so'ra deyapti. Bu juda og'ir deyapti. Hasad qilib bir-birini o'ldirgan qancha? Zaharlagan qancha? Azob bergan qancha? Shuning uchun o'sha yerda voqea bor. Bilasizmi, bizni o'sha muqaddas dinimizda dinni o'rtacha din deyilgan. Uni oson qilib tushuntirish haqida juda ko'p o'gitlar bor. Mana bitta misol keltiramiz. Shu payg'ambarimizni huzurlariga qo'lida shu obdastasini, kovushini ko'tarib, obdastasini ko'tarib kelayotgan oddiy bir inson kelayotganda payg'ambarimiz qarab, bu kishi jannatiy dedilar. 2-3 marta shu hodisa bo'ldi. 3 marta kirganda ham atroflaridagi sahobalarga mana shu kirib kelayotgan odam jannatiy dedilar. Keyin sahobalar hayron qolishdi. Endi so'rolmadi nimaga deb. Shu sahobalardan Amr ibn Os roziyallohu anhu o'zlaricha keyin bir tekshirmoqchi bo'ldilar. O'zi ulug'larimizning hayoti namuna-ku. Qani nimaga jannati? Buni bu kishining hayot tarzida, ibodatida, yurish-turishida nima o'zgachalik borki, hozirdan shunaqa e'tirof bo'lyapti. Har kimga berilmaydi, tiriklik vaqti. Keyin bir bahona qilib, bir 2-3 kun uylariga yashashga izn so'radilar-da. Asosiy maqsadlari u kishini kuzatish edi. Kuzatdilar. Shu odamlarda bir ortiqcha bir xatti-harakat yo'q, shu ibodat. Shu odamlarda o'tirib ovqatlaniladi, boshqa qilinadi, uxlaydilar, mehnat qiladilar. Ortiqcha bir kechalari bilan uxlamay ibodat qilish, munojot qilishlarni ko'rmadilarda. 3-kun keyin ketayotganlarida haqiqatni aytdilar. Men o'zi bu masalada emas, boshpana istab emas, payg'ambarimizning shu so'zlarini anglash uchun, nimaga unday deyilganini, sizning hayotingizda nima o'ziga xoslik borishini bilish uchun, sinash uchun keluvdim deganda kuldilar. Yo, men shu oddiy odamlarda yashayman deb ketayotganlarida lekin aytdilar. Dedilar, shu bitta xususiyatni men hech kimga hasad qilmayman dedilar. Mening qalbimda hasad yo'q dedilar. Shundan ham bilsangiz bo'ladiki, qalbdan hasadni quvish, uni muolaja qilishning mana darajasi bu yerda ko'rsatib berilyapti. Xuddi shunday. Shuning uchun hasad zanjir dedik. Nimalarga olib keladi? Hasad kibrga olib keladi. Kibr degani bu itoatsizlik degani. Allohning taqdiriga isyon degani. Itoatsizlik halokatga olib keladi. O'zingiz bir jamoangiz misolida tahlil qiling. Bod rahbarga itoatsizlik qilaversangiz, u jamoadan qanday ketib qolganingizni o'zingiz bilmay qolasiz. Bir vaziyat bo'ladi, oyog'ingiz toygan vaqtda u jamoada siz ishlamaysiz. Xuddi shunday itoatsizlik bu halokat bu. Demak, kibr hasadning omili bo'lsa, hasad oxiri borib fitnaning omili bo'ladi. Hasad qilib yurgan odam faqat hasad qilib o'zini yog'iga qovurilib yurmaydi. Uni xavfli bosqichi bor, hali to'xtalamiz. U endi harakatga kirishadi. Qaraydi, hech narsa o'zgarmayapti. Hammasi yaxshi ketyapti. U endi haligi odamni yiqitish kerak, mag'lub qilish kerak. U odamni hayotida bir musibat bo'lish kerak. U kutyapti-ku, u hasad qilayotgan odamini hayotidagi bir musibatni kutib yashayapti. Kutadi, keyin oxiri shu musibatni provokatsiya qiladi. Shu musibatni tashkil qilishga harakat qiladi keyin. Ana bu hasadning eng og'ir, eng bir sharmandali
nuqtasi hisoblanadi. Insoniyat tarixida ko'plab urushlar, taxt uchun kurashlar hasaddan bo'lgan. Kapalak effekti degan tushuncha bor. Bizni ko'rayotganlar e'tibor bersa, o'zi katta urushlar, katta voqeliklarga bir mayda narsa sabab bo'ladi. Ko'pincha urushlar, taxt uchun kurashlarda hasad asosiy bosh rolda bo'lgan. Buni nimada ko'rishimiz mumkin? Men endi dunyo tarixiga emas, odam o'zining tarixini yaxshi o'rganishi kerak. Men juda ko'p tamaddunlarda tarixni o'rganishga harakat qilaman. O'zi tarix bu juda qiziq bu. Kelajak yaratish uchun tarixni bilish kerak odam. Masalan, Badarkush Abdulatovning faoliyati o'zimizda tariximizda. Yoki bu hasad emasmi? Yoki o'sha Boburnomaga ko'ra Temuriylarning Shayboniy xonga qarshi birlasha olmagani. Hasad, ko'ra olmaslik. Yoki Husayn qaro saroyidagi masalalar. Nega Alisher Navoiy Astrobodga surgun qilindilar? Nega? Hasad emasmi shu? Yoki Alisher Navoiyning Mahbubul Qulub asarlarini bir o'qib chiqsangiz, u yerda Haqqoniy Shervoniy degan shoir haqida gap ketadi-da. O'sha davr, o'sha jamiyat, o'sha bid'at, xurofot davrining qanday hasad qurboni bo'lganlari u yoqqa keladi. Umuman eng katta hasadga misol bo'ladigan Peter Hopkirkning bir bestseller asari bor. Hozir o'zbek tiliga ham tarjima bo'ldi. Katta o'yin degan. Juda zo'r asar. Men tavsiya qilaman shu kitobni o'qishni hammaga. Rahmat, menimcha Asahiymi, qaysidir nashriyot buni o'zbek tiliga tarjima qildi. O'sha yerda kelgan. Chor Rossiyasini bizni hududlarni mag'lub qilishini asosiy sabablaridan biri o'sha davrda amirlik va xonliklar bir-biriga hasad qilib, bir-birini ko'ra olmay, birlasha olmay yotgan edi. Foydalandi. Avval josuslar keldi, savdogar niqobida, sayohatchi niqobida. Ko'rdi xalqni. Xalqda ayb yo'q edi, xalq mehnatkash edi. Birdamlik bor edi. Lekin xonlar va amirlar, beklar o'rtasidagi ziddiyat, hasad, ko'ra olmaslik, men sendan kammi deyish, birikmaslikning oqibatida ular osongina bizni hududda mag'lub qildi. Endi uning oqibatlari haqida faqat qalbi bor odam ko'z yoshi bilan gapirishi mumkin. Bugungi mustaqillikni qadriga borish kerak. Bu mustaqillikkacha bizni ajdodlarimiz nima kunlarda o'tkazdi. Hozir shunday sobiq ittifoq davrida butun bir shoir yo butun bir yozuvchini butun ijodiy faoliyati bugun bir betini o'qib bo'lmaydi. Faqat mafkuraga xizmat qilganda. Tarixdan saboq chiqarish kerak. Bugun muhtaram prezidentimiz qo'shnilar bilan bo'lgan munosabatlarni ko'rsangiz, qanday yo'llar ochildi. Bugun dunyo katta siyosat maydonida Markaziy Osiyo 5+1 formatlar ko'payib ketdi. Nimaga bu qo'shnichilikda yaxshi darajaga olib chiqilgan? Agar qo'shnilar jips bo'lsa, nizo solish mushkul bo'ladi. Nizo soluvchilar ko'p ter to'kishiga to'g'ri keladi. Jipslik bo'lishi kerak hamma joyda. Umuman olganda avval ham aytdim, hasad haqida ustozlarimizni bir fikrini aytib ketsak, menimcha ma'qul bo'ladi. Ustozlar aytgan, hasadchidek mazlumga o'xshagan zolimni ko'rmadim deganlar. Hasadchidek o'zini mazlumga o'xshatib ko'rsatgan zolimni ko'rmadim degan ekan. Hasad borasida dunyoda tadqiqotlar ko'p. Dunyo miqyosida. Bu bilan aslida psixologlar shug'ullangan. Lekin O'zbekistonda kam. Qandaydir teskarilik bor-da. Hasad bizda jamiyatda ko'proq deb o'ylayman men. Balkim ma'lum bir ma'noda ilmsizlikdanmi yoki o'sha bu o'zi rasm bizni o'zbek xalqiga bir ta'na qilish, o'zbek xalqiga bir dashnom qilish, o'zbek xalqiga nimadir yorliq yopishtirish juda og'ir. Buyuk xalq o'zbek xalqi. Buyuk millatmiz biz. Lekin juda ko'p eksperimentni boshimizdan o'tkazdik-da biz. Xonliklar davrini aytdim. Amirlik va o'sha xonliklar va amirlik bir-biri bilan nosog'lom raqobati, ko'ra olmasligi, hasad, birlashmasligi oqibatida xalq ezildi. Xalq ezildi o'sha paytda. Bilamiz uni. Saroyda nima bo'ldi? Butun ijodkorlar ezildi unda. Undan keyin Chor Rossiyasi. Undan keyin sobiq ittifoq davri. Mustaqillikning dastlabki yillari. Ma'naviy jihatdan xalqqa juda ko'p tazyiq bo'ldi. Hozir ochildi. Tazyiq kamaydi. Endi bir fikrlashga imkoniyat bo'ldi, bir anglayapti bu xalq. Shuning uchun
Hasad borasida bizda tadqiqotlar juda kam. Mana qarang, mana shu chiqishimiz oldi o'rgandik, dunyo bo'yicha juda ko'p, ingliz tilida, rus tilida, xitoy tilida yigitlar sun'iy intellekt tarjima qilib berdi, ko'rdik. Lekin O'zbekistonda ikkita dissertatsiya men topoldim, balkim boshqalar bo'lsa yana ko'ramiz. Baykonusova Gulmira tadqiqotchimiz, u kishi hasad bo'yicha ham PhD doktorlik, ham katta DC doktorlik dissertatsiyani yoqlagan ekanlar. Juda ko'p ma'lumotlar bor. Rahmat u kishiga. Men o'ylayman, u kishining shogirdlari ko'proq bu bo'yicha ishlashlari kerak. Men tanimayman u kishini. Qarang, odam ilm qilsa, o'zini tanimasdan ham rahmat aytilaveradi. Lekin boshqa psixologik tahlillar, o'rganishlar, solishtirishlar O'zbekistonda juda kam. Men o'zim nimadan chiqmoqchi bo'lsam, ommabop narsadan chiqishni istamayman. Men o'z egalari bor uni hammasini. Men boshlab beray qani, psixologlar avj olib ketsin, ustozlarimiz chiqish qilsinlar, bundan zo'r chiqishlar qilsinlar, toki jamiyatni sog'lomlashtirishga ozgina hissa qo'shaylik. Bu millat haqida odamlarning fikri tiniq bo'lsin. Tariximiz, bilasizmi, biz tariximiz bilan bekorga faxrlanmaymiz. Unaqa tarix, unaqa allomalar, unaqa sivilizatsiya u bo'lmagan, 200 yil bo'lgan yo bo'lmagan davlat bo'lganiga ular ba'zida bizga katta nimalar, da'volar bilan chiqishadi. Yo'q. Konstitutsiyasini o'zida 3000 yillik tarixi muhrlangan davlat bu hazilakam davlat emas. Bu bilasizmi, biz qonimiz bilan, o'sha tomirlarimizda oqayotgan qon bilan, tariximiz bilan faxrlanishimiz kerakda, lekin u bilan qanoat qilib qolish kerak emas. Shu faxr emas. Bugun sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislar chiqyaptimi? Bugun Garvardda o'qiyotgan bitiruvchilar kelib bu jamiyatga xizmat qilyapti. Mana bu asosiy ko'rsatkich. Endi o'sha tadqiqotlarni o'rganganimizda endi mavzudan ozgina yiroqlashdik. Hasad asosan 3 ta omil uyg'unlashganda paydo bo'ladi, birlashganda. Bu insonning o'zini o'zi baholashi. Va baholaganda ham o'ziga yuqori baho qo'yish. Tanqidiy fikrlash, o'zini faoliyatidan, o'zini hayotidan norozi bo'lmaslik insonni muvaffaqiyatga yetaklaydi. Men zo'rman degan kunidan boshlab, men degan kunidan boshlab inson hayotida teskariga yurish boshlanadi. Men. Nima men? Ustozlarsiz, ota-onasiz, jamiyatsiz, tanqidsiz, o'zaro solishtirishsiz, davozeli, ilmli insonlar bilan o'zini bir yurayotgan qadamlarini bir solishtirib ko'rmasdan hech kim bir muvaffaqiyatga erishmaydi. To'xtab qolsa ham erishmaydi. Demak, insonning o'zini o'zi baholash. Ikkinchisi, boshqalar bilan solishtirish. Mana shu yerda ehtiyot bo'lish kerak-da. Boshqalar bilan solishtirish joyida ehtiyot bo'lish kerak. Kim bilan o'zini solishtiryapti? Masalan, men badavlatlik borasida Jahongir Ortiqxo'jayev bilan o'zimni solishtirishim bu to'g'ri bo'lmaydi bu. U insondagi tadbirkorlik ko'nikmalari, u insonni tadbirkorlik boshqaruv borasidagi dunyo qarashi, qarishlari juda ustun mendan. Men o'zimni soham bor meni. U inson o'z sohasida akademik, hurmat qilaman. Lekin men solishtirganda o'zi solishtiradigan odamlar bor. Ilm ahlidan, ustozlardan, yo pastdan va hokazo. Ikkinchisi, adolat hissining buzilishi. Mana shu uchalasi uyg'unlansa, demak, insonning o'zini baholashi, o'zini solishtirishi, adolat hissining buzilishi, shunday uyg'unlashdi, birlashdimi, hasad urchiy boshlaydi, ko'payib boshlaydi. Umuman o'zi ba'zi tadqiqotchilar o'sha dissertatsiyalarda, monografiya, qo'llanmalarda tadqiqotchilar aytadiki, hasad tuyg'usi inson tug'ilganda mavjud bo'ladi. Ba'zilar aytadiki, jamiyatda rivojlanadi. Endi men o'zimning fikrim. Inson fitratda pok, toza tug'iladi. Chaqaloq tasavvur qiling. Mana shunaqa oppoq qog'oz. Unga nima yozasiz? Oila nima yozadi? Jamiyat nima yozadi? Bu shu bo'ladi. Fitratda pok tug'iladi inson. Men uni inson tug'ilganda mavjud bo'ladigan xususiyat deb o'ylamayman. Uni oila, uni jamiyat rivojlantiradi. Yaxshini ham, yomonni ham. Hasadning salmog'i jamiyatda yuqori bo'lsa, oilada yuqori bo'lsa, u hasad bilan ulg'ayadi. Hasad bilan sug'oriladi. Shuning uchun ulamolarimiz ta'kidlaydilarki, tana hasaddan xoli emas. Hali yosh bola misolida aytdim-ku. Lekin pastkash odam ulg'aygandan keyin uni oshkor qiladi. Karim inson, ya'ni o'tkir inson uni yashira oladi. Bu degani yo'q degani emas.
manaman degan ulug' insonlar ham o'zidagi hasadni taftish qilib aniqlagan. Qalbiga quloq solgan. Qani men hasad qilyapmanmi, yo'qmi? Keyin muolajasiga kirishgan. Muolajasi haqida ham gaplashgan. Umuman o'zi shundan ma'lum bo'ladiki, dastlab tug'ilganda bo'lmaydi. Jamiyat insonga ta'sir o'tkazib boshlaydi. 3 yoshidan, 5 yoshidan boshlab ta'sir o'tkazib boshlagandan keyin asta-asta inson bilan hasad ham baqamti yuradida. Lekin hasad tarbiya va ma'naviyatga muhtoj. Qo'rqadi. Hasad tarbiyadan qo'rqadi. Ma'naviyatdan qo'rqadi. Tarbiya qanday? Oiladagi tarbiya, ruhiy tarbiya, ilm olish, ma'naviyat uni nazorat qiladi, uni kuchshandash hisoblanadi. Shuning uchun psixologlar ham aytadi, hasad haqida gapirganda, hasad ijtimoiy solishtirish oqibati deydi. Men so'zim avvalida aytdim. Bugungi ijtimoiy tarmoqlar faqat shu jihatdan kelyapti. Solishtirish. Pastga qaramayapti odamlar, faqat tepaga qarayapti yoki o'zini o'zi qadrlash inqirozi. O'ziga yuqori baho berib yuboryapti. Bizda bilasizmi, bizning ustozlarimiz o'zini hech kim hisoblagan. Shuni o'tirganda sizni shunday rengindan o'tkazib, xayolingizdan nima o'tkazayotganini bilib turgan darajada intuitiv kuchga ega bo'lgan ustozlarimiz o'zini hech kim hisoblagan. Biz ozgina bir qalinroq 3-4 ta kitob o'qigandan keyin bizda ujub paydo bo'ladi, kibr paydo bo'ladi. O'zimizni olim hisoblab boshlaymiz. Uchinchisi ruhiy stress manbai deb hisoblanadi. Demak, psixologlar hasadni ijtimoiy solishtirish oqibati, ya'ni atrof bilan solishtirish, tengqurlar bilan solishtirish, o'zini qadrlash, o'zini hurmat qilib olish inqirozi va ruhiy stress manbai deydi. Haligi hasad bilan yuradigan odam doim tushkun yuradi. Na uyqusida halovat bor, na ovqatlanishida halovat bor. Na bir zavqlanadi u. Va aytganimdek, ana shular namoyon bo'ladi. Endi bu nimaga olib keladi? Nimaga bugun bu mavzuda gaplashyapmiz? Birinchidan, hasad oilada tanazzulga olib keladi dedik. Lekin bu bugun chiqishimiz men jamoa misolida aytmoqchiman. Mehnat unumdorligiga ta'sir qiladi. Hasadgo'ylar ko'p jamoada mehnat unumdorligi past bo'ladi. Ishonch kam bo'ladi kelajakka. Nizolar ko'p bo'ladi. Guruh bu bo'limni ko'ra olmaydi. Bu guruhni ko'ra olmaydi. Bu guruhga yomonlik qiladi. Eng yomoni, endi oxirida aytmoqchi edim. Hali hasadning oqibatlarida chidab tura olmagan odamlar sehr bilan ham shug'ullanadi, zaharlash bilan ham shug'ullanadi, tuhmat bilan ham shug'ullanadi. Ular amaliy harakatga kelgan odamlar. Demak, avval aytganday, bu qalb kasalligi fiziologik kasalga ham olib keladi, zararga ham olib keladi, jamoaning mehnat unumdorligini ham tushirib yuboradi, jamoaning umumiy kayfiyatini ham tushirib yuboradi. Jamoa erta tizimga ta'sir qiladi. Tizim jamiyatga ta'sir qiladi. Hattoki davlat ishlariga ham putur yetadi. Hasad tufayli. Kim qanday o'yladi? Meni o'ylashim. Umuman o'zi hasad insonda xavotir markazlarini faollashtiradi. Doim shu xavotirda yuradi odam. Kortizolni oshiradi dedik. Xursandchilik gormonlarini pasaytirib yuboradi. Hech narsa xursand qilmaydi uni. Hasadni jilovlagan odam, kurashgan odam bitta kino ko'rib ham mazza qiladi, bitta musiqa eshitib ham mazza qiladi. Hayotdan rozi chiqadi, bitta daraxtga qarab, bargiga qarab, yo bir mevasiga qarab ham tafakkur qiladi, shukr qiladi, bolasini o'ynab yurganiga shukr qiladi. Yo bir telefonda o'g'li bilan gaplashganiga shukr qiladi. Bo'ldi, mazza qilib yashayapti u. O'zini boshqara oladigan odam. Bilasizmi, vrachga murojaat qilsangiz, bitta sizdan kasallik bilan qo'shib turdosh kasalliklarni ham tekshiradi. Masalan, o'pka kasali bilan borgan odamga nafas organlari bilan unda qand kasali yo'qmi, boshqa kasali yo'qmi, qonni tahlil qiladi. Xuddi shunday ilmiy va ma'naviy manbalarda kelganki, hasad mustaqil o'zi kelmaydi, o'zi bir illat bo'lib qolmaydi. Uni yonida ko'pincha boshqa salbiy hislatlar bilan yonma-yon bo'ladi. Birga keladi. Yaratadi, keyingi salbiy qalb kasalliklarini vujudga keltiradi-da. Bir o'zi harakat qilmaydi-da buni, hasadni. Hasadni bir o'zi harakat qilganda edi, haligi hasadchi o'zini yog'iga qovurilib yuraverardi. Bu endi boshqa narsalar chaqirib boshlaydi. Masalan, kibrni chaqiradi. Qanday bo'lib? Hasadchi odam o'zini past hisoblab boshlaydi. Va o'ziga o'zi savol beradi. Men bundan kam emasman-ku. Bu nimani olib keladi? Bu kibrni olib keladi.
keyin nima bo'ladi? G'urur paydo bo'ladi. Kibr bilan g'urur qo'shilsa nima bo'ladi? Azob bo'ladi. U qiynaladi keyin shuni. Azob kuchayadi. Ya'ni hasadning keyingi bosqichi kibr bilan qo'shildi, g'urur bilan qo'shildida, men undan kam emas, men hech kimdan kam emas deb o'zini katta olib boshlaydi-da, kurashga kirishadi. Ammo bitta hasad bo'lmadi-ku bu yerda. Kibr qo'shildi, g'urur qo'shildi. Shuning uchun ham hasad boshqa ma'naviy xastaliklar bilan birga yuradi. Nafrat bilan birga yuradi. Ochko'zlik, yolg'on, tuhmat qo'shiladi keyin. Hali hasad qilgan obyektiga nisbatan u faqat uni ezilib yurishni xohlamay, unga zarar berishni xohlagandan keyin birinchi omillardan biri unga tuhmat uyushtiradi, fitna uyushtiradi. Yo'q narsalarni yopishtiradi. Shu davrada odamlar uni e'tirof etishi uni qiynaydi. Keyin nima qiladi? U haqida biron fitna to'qiydi, tuhmat to'qiydi. Tuhmat shunday narsaki, jamiyatda bir hurmat qilgan insoni haqida bir negativ bir holat tuhmat qilinsa, u sizdirilsa, u tez tarqab ketadi. Nahotki juda kam sonli odamlar yo bu odam unga qodir emas, bu tuhmat demaydi-da. Shu odamga biz ishongan edik, shunday ekanda deb ketadi. Yana bitta salbiy jihat bor hasadning atrofida. Bu salbiy rashk. O'zi umuman rashk tushunchasini men ijobiy holat sifatida baholayman, me'yordagi rashk. Lekin rashkning me'yordan o'tishi bu salbiy rashkka olib keladi. O'zi rashk nima? Rashkka agar qisqa ta'rif bersak, rashk bu o'zida bor narsadan ayrilib qolishdan qo'rqib yashash. Ya'ni yo'qotishdan qo'rqish. O'zida bor bir ne'mat, shuni yo'qotib qo'yishdan qo'rqish hissi bu rashk. Endi hasaddan farqi boshqada bor narsani ko'ra olmaslik. Hasad endi buni teskarisi. Rashk bu o'zida bor narsani himoya qilish, uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib yashash bo'lsa, hasad boshqada bor narsani unda bo'lmasligini xohlash. Unda yo'q bo'lishini xohlash. Ikkovi osmon bilan yercha farq bor. Shuning uchun ham hasadchi odam, hasad ko'proq xudbinlikka olib keladi. Hasadchi odam xudbin bo'ladi, o'zini o'ylaydi faqat. Ya'ni egoist. Hech narsa qiziqtirmaydi uni. Egoist bo'lib qoladi. Mana hasadning boshqa ma'naviy illatlar bilan hamkorligi deymizmi? Ularni keltirib chiqarishi deymizmi? Birga namoyon bo'lishi deymizmi? Ya'ni insonda hasad kuchaygan sayin unda ma'naviy kasalliklar juda ko'payib boradi. 5 ta, 10 ta va hamma tomonlama tuhmatchiga aylanadi, g'iybatchiga aylanadi. U o'sha hasad qilgan obyekti haqida yomon so'zlar tarqatishga moyil bo'ladi. Uni nomini g'iybat deydilar. O'zi bilasizmi? G'iybat menimcha shu bo'yicha ham bir mavzu qilish kerak. G'iybat shu bilasizku, bu o'zi bo'lganda eshitsa unga yoqmagan narsa bu g'iybatda bu. Masalan, bir kishi o'zi bo'lganda uni ayta olmaysiz u gapni, u odamning sha'niga. O'zi inson o'zi yo'q davrada vaqtida yaxshi gap bo'lishidan manfaatdor. O'zi bor davrada inson o'zini o'zi himoya qila oladi. Haqiqiy do'st u ishtirok etmagan davrida uni manfaatini himoya qiladi. Vaqtida yaxshi gapiradi. Biz aytamizki, hasad ko'p oila, hasad ko'p insonlar jamiyatda ko'p bo'lsa, bu jamiyat tanazzulga boradi. Lekin ikkinchi teskari jihati ham borki, jamiyatdan bu narsa yuqishi mumkin. Agar jamiyatda buning salmog'i ko'p bo'lsa, jamiyatda bunga qarshi kurash ko'p bo'lmasa, jamiyatda qalb kasalliklari, ruhiy masalalarga e'tibor bo'lmasa, jamiyatning yosh avlodi, yosh jamiyat a'zolari sekinlik bilan shu ruhda o'sadi. Ya'ni hasad mana bu hissiyot, salbiy hissiyot ijtimoiy muhitdan oziqlanadi. Shuning uchun ziyolilar, olimlar, shoirlar, yozuvchilar, rejissyorlar, pedagoglar o'zini shu sohaga daxldor degan, ma'naviyatga daxldor degan odamlarning har biri avvalo xonadonida, mahallasida, borgan davrada haqiqiy ziyoli shu sartaroshga borib sochini tekislatayotgandan ham shu yerga 7-8 kishi o'tirsa agar bitta pan nasihat bilan 7 kishining fikrini o'zgartira oladi. Biz bilamiz-ku, destruktiv kuchlar, illatni targ'ib qiluvchi kuchlar shu bekatda turib ham 4 kishining fikrini buza oladi-da. Endi ijtimoiy tarmoqni qo'yavering. Shuning uchun bugun nimaga chiqyapman men? Qani menda million obunachilar bo'lsa, qani ko'paysa bu? Yo'q.
agar men hozir bir g'ayri insoniy bir harakat qilsam agar bir kunda million ko'rish mumkin edi. Buni qabul qilish qiyin bu so'zlarni. Kimnidir ensasini qotiradi, deydi. Emas bu. Bu bugun oddiy O'zbekistonga kelgan mehmon uchun ham bizda umumiy kayfiyatimiz O'zbekistondan boshqa davlatga borgan bizni vatandoshimiz ham yoqqa borib o'zini ko'rsatadigan jihat haqida gap ketyapti. O'zbekistonni futbol qanday mashhur qilsa, O'zbekistonda ilm fan qanday mashhur qilsa, jamiyatning ahvoli ham shunday qiladi. Qanday bular? Umumiy tushuncha o'zbeklar haqida qanaqa degan masala ko'rsatadi buni. Shuning uchun ham ijtimoiy muhitdan oziqlanar ekan, demak, hasadning ilk urug'i oilada boshlanadi. Qanday boshlanadi? Men buni o'zim ko'p ko'rganman. Ko'p oilalarda hali 4 ga kirgan, 5 ga kirgan, 7 ga kirgan farzandga yana qo'shnini bolasini qara deydi. Qanday deydi? Ikkita tilni biladi deydi. Sen lattasan, sen landovursan, sen odam bo'lmaysan. Ota-onani o'zi unga hasadni shundagina yuqtirib qo'ydi. U hali qo'shnini farzandiga nisbatan unda hasad paydo bo'ladi. Ko'ra olmaslik paydo. Mana solishtirish. Bu qachongacha davom etadi? Uylanguncha davom etadi. Kelinni oldida bolani o'ksintiradi. Qara palonchi. Uni keyin oilada boshlanadi keyin. Ana u solishtirish keyin turmush o'rtog'idan boshlanadi. Mana buni qarang. Men hech tasavvur qila olmayman. Yangi tushgan kelin yo bir kishining ayoli oilada boshqa bir oilaning erkagini havas qilishini. Palonchini qarang. Men oilamda bo'lmagan u narsa. Men uni qabul qila olmayman uni. Meni bor bo'yim bilan, xarakterim bilan, imkoniyatim bilan meni oilam qabul qildimi? Boshqa bir oila vakilini yo bir boshqa erkakning hayotini namuna qilib ko'rsatishi bu bizning millatga yot bu. Umuman o'zi bu insoniylik tabiatiga to'g'ri kelmaydi. Havas qilib ko'rsatish mumkin. Farzand u alohida, lekin farzandga siz aytsangizki, baloni bolasini qara, buni bolasini qara. Bolani siz hasadga bir botirib oldingiz, endi o'ch qolmaydi undan. Yo'q. Aksincha, bolani qanday tarbiyalash kerak? Bolam 3 oy oldinga nisbatan senda o'zgarish katta. Sen birdan ulg'ayib qolding, bolam, fikrlashlaring vazmin bo'lib qolsan. Mana shunday davom etkazamiz. Hali zo'r bo'ladi hammasi. Yo'q, bizda mana shunaqa ilk urug'i oilada boshlanadi. Undan keyinchi mana Finlandiyada boshlang'ich sinfda bolalar baholanmaydi. Biz Finlandiya ta'lim tizimi haqida ko'p gapiramiz, namuna olishga harakat qilamiz. Lekin masalan boshlang'ichda baholanmaydi. Nimaga? Hali boshlang'ich davrda bola 7 yoshdan 10 yoshgacha, 11 yoshgacha hali u oq-qorani ajratadigan bir rasmi shunaqa bir plastilinga o'xshaydi-da, bo'sh, juda bo'sh uni. Nima yasasang shu bo'ladi. Uni mana shu hasad urug'i bo'lmasligi uchun, nisbiylik bermasligi uchun, sen bundan aqllisan, sen bundan bilimlisan, senga 5 baho, senga 4 baho demaslik uchun, ya'ni avvalida baholanmaydi. Faqat rag'batlantiriladi. Yaxshi o'qiganlar rag'batlantiradi. Bularni tortish mexanizmlar yaratiladi. Ya'ni nisbat bilan bir-biriga solishtirilmaydi. Mana hasadga qarshi bitta kurash. Biz bog'chada ham solishtiramiz, uyda ham solishtiramiz, bolani o'ksintiramiz. Sen odam bo'lmaysan deymiz. Men bizada shunday ustoz bo'lardi, endi masalan maktabda. Palonchini eshagi odam bo'lsa bo'ladi, lekin sen odam bo'lmaysan degan gaplarni eshitganmiz. Sinfdoshlarimizga yo bizga yo kimgadirda. Qayerdan bunday gaplar topib gapiriladi? Bu umuman biror bir ma'naviy nimaga to'g'ri kelmaydi. Ramkaga. Shuning uchun ham avval oilada boshlanadi bu, keyin ish joyida, maktabda, universitetda, qo'ni-qo'shnichilikda davom etadi. Nima menimiz shunaqa solishtirishlar. O'zi sotsiologlarni fikridan kelsak, sotsiologlar ko'pincha hasadni ijtimoiy adolat hissi bilan ham bog'lab o'rganishadi. Ya'ni qayerda adolat bo'lsa, qayerda adolatli baholash bo'lsa, mehnat qadrlansa, birdamlik bo'lsa, u yerda hasad kam bo'ladi. Adolat bilan korrelyatsiya bor hasadda. Adolat buzilgan joyda hasad ko'payadi. Shuning uchun nimaga buni aytyapman? Rahbarning eng birinchi masalasi adolat. Rahbar adolatsizlik qilib boshladimi? Bilib-bilmay. Ba'zida adolatsizlik rahbarning tajribasizligidan kelib chiqadi. Ba'zida bilib turib qiladi. Tanish-bilishchilik, bir qo'ng'iroq bilan, boshqa bilan adolatsizlik boshlangan joyda hasad u bilan yonma-yon
egizakdek ketadi shu bilan. Urchiydi, ko'payadi. Shuning uchun rahbarlarga tavsiyamiz eng birinchisi shu Amir Temur bobomiz aytganday kuch adolatdadir deganlar adolatni mahkam tutsa, hasad kam bo'ladi, ishi yaxshi ketadi. Qaysi jamiyatda shukr qilish bo'lsa, qanoat bo'lsa, birovning yutug'idan quvonish hissi bo'lsa, oilada, jamiyatda, mehnat jamoasida farzandlarimizni birovning yutug'idan xursand bo'lishga o'rgatishimiz kerak. Juda xursand bo'lish kerak birovning yutug'idan. Menga ham shu kunlar bo'lsin deyish kerak. Aksincha boyagiday agar palonchini bolasi bunday, sen bundaysan deb agar bu muttasil ko'rinish olsa, bu yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Demak, o'sha hasadning paydo bo'lishidagi unsurlar birinchisi o'zini o'zi past hisoblash, solishtirish, doimiy qoniqmaslik hissi va adolatsizlik hissi. Nima degani bu? Keyin buni bitta misol bilan tushuntirib beraman. O'sha sotsiologlarning xulosasi bu. National Geographic kanali bor, o'sha yerda ko'rsatishyapti. Balki mukammal aytib bera olmasman. Ikkita maymun ustida tajriba o'tkazilyapti. Ya'ni maymun ikkita qafas yonma-yon turibdi. Ikki maymunga bir xil tosh berilyapti-da, toshni qaytarib olish uchun mukofot va'da qilinyapti. Birinchi maymun toshni beryapti, unga bodring berilyapti. Maymun xursand. Bodringni olyapti, yeyapti. Ikkinchi maymun toshni qaytargandan keyin unga qizil uzum berilyapti. Uzum bodringdan shirinroq. Birinchi maymunning kayfiyati tushib ketyapti. Nimaga? Bir xil ishni qilyapmiz-da, u bodring oldi, bu uzum oldi. Ikkinchi marta yana tosh berilyapti ikkalasiga. Toshni qaytarib berish evaziga bunga bodring berilyapti yana. Endi bu avvalgidek xursandchilik bilan olmayapti. Bu endi kutyapti. Ikkinchi maymunga nima beriladi? Ikkinchi maymunga banan berilyapti. Bodringni yemayapti, bodringni uloqtirib yuboryapti. Uchinchi marta toshni bergandan uloqtirib yuboryapti. Hech narsani qabul qilmayapti. Nimaga? Bu yerda ijtimoiy adolatsizlik yuzaga keldi. Bir xil harakatga ikki xil mukofot. Ikki xil mukofot bo'lyapti-da bu yerda. Bu nimadan dalolat beradi? Mehnat jamoasida ham, oilada ham agar adolatsizlik buzilsa, hasad kuchayib ketadi. Mana shu hasad shu. Ikkinchisiga maymun hasad qilyapti. Nimaga? Buning manbai nimada? Adolatsizlikda. Oilada oila boshlig'i, mehnat jamoasida rahbar adolatsizlik qilsa, hasad, buzg'unchilik, mana bunaqa ma'naviy illatlar ko'payib ketadi. Shuning uchun aytish kerakki, bu instinkt ham. Masalan, maymonda ong yo'q-ku. Instinkt bor. Demak, bu instinkt nuqtai nazaridan ham mana shunaqa holatni kuzatgan bo'lardi. Kamlik tafakkuri. Nima bo'lsa kam hisoblaydi. Qanoat yo'q, qanoat, shukronalik yo'q. Nima bo'lsa kam hisoblaydi. Darrov o'zidan ustunlarga qaraydi. O'zini sinfdoshi, o'zini do'sti, o'zidan past bo'lgan kimdir moddiy jihatdan, boshqa jihatdan uni umuman ko'zi ko'rmaydi. Faqat o'zidan yuqorilar bilan ishlaydi. Doim birovlarni surishtirish hissi. Umuman o'zi birovning hayotida yashash bu juda madaniyatsizlik bu. Birovning oilasini kuzatish, birovning hayotida yashash, uni muvaffaqiyati, uni baxtsizligi, uni muammolari, sekin-sekin uni baxti buni tashvishga soladi. Undagi baxtsizlik buni xursand qiladi. Shunday bo'lib qoladi-da. Shuning uchun odam o'zini hayoti bilan yashash kerak. O'zini shaxsiy hayoti bilan yashash kerak. Keyin shu hasadning qurboni bo'lmaslik uchun inson hayotini ko'z-ko'z qilmaslik kerak. Imkon qadar. Ko'p qavatli uylar ko'paydi, mahalla instituti zo'r ishlayapti. Tasavvur qiling, o'zimiz ham ko'p qavatli uylarda bir qariyb 30 yil yashagan ekanman. Shu ko'p qavatli uyni podyezd deymiz, kirish joyida ko'pincha mahallalarda ham o'sha men shtatni g'iybatchilar derdim-da ularni. Erkaklar guruhi ham bor, ayollar guruhi ham bor, shu o'tiradi. Ularning vazifasi bitta. Kirgan, chiqqan odamni hisob kitobini olib o'tirish. Jamoatchilik nazorati deymizmi buni? Shu ikkita sumkaga bozorlik qilib kirdimi, g'iybat boshlanadi. Bu qayerdan topayapti? Har kun bozorlik qiladi. Buni bir gapi bor, buni o'g'irligi bor va kuzatib turishadi. Shunaqa qo'sh tirnoq ichidagi qo'shnilarda mana shu ham hasadning mahsuli. Ana shu yerda hasad paydo bo'ladi qo'shniga nisbatan. Bekorchilik. Jamiyatda hasadni ma'naviy xastaliklarni yana bir muolajalardan biri, oxirida aytaman, band bo'lish. Inson mehnat bilan band bo'lsa, inson tafakkur qilish bilan, ilm bilan, ijobiy ishlar bilan band bo'lsa,
uni hasad qilishga, birovni g'iybat qilishga, yomon ishlar qilishga vaqti ham bo'lmaydi, quvvati ham bo'lmaydi. U kuchini yaxshilikka yo'naltirgan bo'ladi. Bekorchilik ham bu xastalikni o'chishiga, ko'payishiga olib keladi. Shuning uchun shu ko'p qavatli uylarni podyezdlarida o'tiradiganlar ham Xudo insof bersin. Kerak emas birovni muhokama qilish, birovni hayoti bilan yashash kerak emas. Har kim o'zini hayoti bilan yashash kerak. Ko'p mana shunday g'iybat, hasad qilayotganlarni men hayotini ko'rdim. O'zini oilasida muammo ko'p. Chunki shu illatni, shu negativ aurani u keyin kechga xonadoniga olib kiradi. Kimdir saxovat bilan, odamlarga yaxshilik bilan, zikr va ibodat bilan, yaxshiliklar bilan xonadoniga kiradi. Kimdir ko'chadagi gunohi bilan, mana shunday g'iybat, ma'naviy xastalik illatlari bilan xonadoniga kiradi-da, xonadonga shu aksi qoladi keyin. Odam uy joyini ehtiyot qilish kerak. Uy joyga faqat ezgulik olib kirish kerak. Rizqni ham halolini olib kirish kerak. Kayfiyatni ham to'g'risini olib kirish kerak. Ma'naviy jihatni ham ijobiysini olib kirish kerak. Pozitiv ruhda uyda muhit bo'lish kerak. Qiyin. O'zimizda ham kamchiliklar bor. Ba'zida o'zimiz ham johillik qilib qo'yamiz, bilimsizlik qilib qo'yamiz. Demak, kun sayin odam o'zini tarbiya qilib borish kerak bu masalada. Hasadni o'zi haqida gapirdik. Hasadga turdosh bo'lgan ma'naviy illatlar, hasadga o'xshagan ma'naviy kasalliklar haqida gapirdik. Endi hasadning ichki xususiyatlari, hasadning o'zi qanaqa hasadlar bo'ladi? Endi hozir men aytadiganlarim bitta lukka nazariyada, bitta kitobda yoki bir olimning fikrlari emas. O'shalarni olib men o'zim o'tirib tasniflab chiqdim-da. Hasadning o'zi ichki xususiyati qanaqa bo'ladi? Umuman hasad turlicha shakllarda namoyon bo'ladi. Qaysidir payqaladi, qaysidir xususiyat payqalmaydi. Shuning uchun namoyon bo'lishiga qarab, ko'rinishiga qarab hasad ochiqcha hasad bo'ladi. Ochiq hasad ko'rinadi, darrov seziladi. Yashirin hasad bo'ladi. Yillab sezmaysiz hasadni. Shunday o'zini tutib yuradi yoningizda haligi odam, unga bor siringizni berib qo'yasiz. Yomon niyatli hasad. Haligi keyingi bosqichi, demak, yashirin hasad, ishni kuydiradigan hasad deydi-ku, yashirin, keyin oshkora ko'rinish oladi, undan keyin niyat buziladi. Qachongacha davom etadi bu? Endi bu namoyon bo'lishiga qarab. Endi obyektiga qarab hasad bo'linadi. Bu moddiy hasad, ma'naviy va ijtimoiy hasad. Bu obyektiga qarab bo'linish. Vaqtiga va ta'siriga qarab bo'lish mumkin hasad. Qisqa muddatli hasad. Bir jarayonda bir paydo bo'ladi. Haligi odam boshqa narsa bilan ovunib ketadi, haligi odamni esdan chiqaradi, bir hasad qiladi, shuni esdan chiqarib yuboradi. Bir qiynaladi, bir depsinadi, o'ziga keladi, ya'ni o'zini hayoti bilan bo'lib ketadi. Uzoq muddatli hasad bor. Mana shu uzoq muddatli muqarrar va yopishib qolgan hasad bu o'zini ko'rsatadi. U hasad kim bilan bo'ladi? Bitta xonadonning ichida bo'ladi. O'g'illar bo'lishi mumkin, qo'shnilar bo'lishi mumkin, qarindoshlar bo'lishi mumkin, do'stlar bo'lishi mumkin. Hayotda shunday hasadlarni ko'rdik. Biz hasad faqat kambag'al odam boyga hasad qiladi demang. Boy odam kambag'alga ham hasad qiladi. Boy odam puliga hamma narsani sotib olgan, baxtni ham sotib olmoqchi bo'ladi. Kambag'aldagi baxtni hasad qiladi. Aytdimki, uning uyida notinchlik bo'lishi mumkin, oddiy kambag'al odamning xonadoni tinch bo'lishi mumkin. U shu tinchlikni, shu ofiyatli, farovon hayotdan tashqari mana shunaqa bir hamjihat hayotni ham sotib ola olmaydi. U sotilmaydi-da u supermarketda. U endi u boshqa masala. O'shani hasad qilish holatlari ham bo'ladi. Shuning uchun hasadni bilingan va bilinmaganlik nuqtai nazar, anglangan hasad bor, anglanmaydigan hasad bor. Shunda inson bor, bir kishi unga bir umr hasad qilib yashaydi, bir umr ikkinchi obyekt uni anglamay o'tib ketadi, bilmay o'tib ketadi. Bu ham yaxshidir. Umuman mana shu hasadni o'zini shunaqa shakllarga bo'lish, oshkora, yashirin, hammasini bo'lgandan keyin shunday xulosa qilsa bo'ladiki, inson tug'ildi, aqlini bilib bordi. Unda ong, aql jamiyatdagi o'rnini bilib boshladimi? Birinchi uning ishi jamiyatga o'zini muvofiqlashtirishni boshlaydi. U savol beradi, men jamiyatda o'rnim qanaqa, men kim bo'laman, men kimman? Ikkinchisi, endi u jamiyatda o'zini himoya qilib boshlaydi. Tazyiqlardan himoya qilib boshlaydi. Va unda jamiyatda o'rnini, mavqeini yo'qotib qo'ymaslik hissi paydo bo'ladi. Masalan, ruslarda shunday gap bor. Как только у человека появится что-то ценное, одновременно появится страх его потери deydi. Qachonki insonda bitta ne'mat paydo bo'ladi, bitta lavozim deylik, qobiliyat paydo bo'ladi yoki farzand paydo bo'ladi yoki boylik paydo bo'ladi.
parallel ravishda unda uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqish hissi paydo bo'ladi. Farzandingizni bir kasal bo'lsa, girdini gir aylanasiz-ku. Bir harorat qilsa agar yo'qotib qo'yishdan qo'rqasiz uni. Yoki boylik paydo bo'lib qolsa, bir uy paydo bo'lib bo'lsa, uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqasiz. Yo bir qobiliyat paydo bo'lib qolsa, uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, demak jamiyatda inson paydo bo'lgandan keyin ham birinchi o'zini u jamiyatga muvofiqlashtirishga kirishadi. Undan keyin o'zini himoya qilishga kirishadi. Undan keyin o'rnini, mavqeini, unga berilgan ne'matlarni yo'qotib qo'yish xavotiri paydo bo'ladi unga. Gap nima haqida ketyapti? Mana shu jarayondagi tarbiya qanday ketadi? Kimdir men aytgan muvofiqlashtirish, o'zini himoya qilish, yo'qotib qo'yishdan qo'rquv hissi hasad asosida quriladimi, havas asosida quriladimi? Gap shunda. Shuning uchun ham inson jamiyatda paydo bo'ldimi? O'zini bilib boshladimi, unga ikkita yo'l paydo bo'ladi. Biri havas bilan yashash, to'g'ri niyat bilan yashash, yaxshi insonlar qurshovida bo'lish. Ikkinchisi o'zini ustida ishlamaslik, dangasalik, bilimni yetishtirmaslik, mehnatni yetishtirmaslik, moddiy boyliklar bo'yicha, yaratish bo'yicha, erishish bo'yicha harakat qilmaslikda va uni pirovarda keyin hasad bilan yashash. Shuning uchun yoshlarga shunaqa tavsiya bo'ladi. Bugun yoshlar uchun men eng achinadigan jihat vaqt. Vaqtini zoya qilyapti. Agar hozir vaqtini mahkam ushlab, uni qadriga borib, o'zini jonini azobga berib, o'qib, o'rganib, tajriba orttirib, faqat kitobda o'qigan bilan gap emas u. Endi u kompetensiyalarni oshirib borish kerak u. Jamiyatda o'zini o'rnini mustahkamlab borish kerak, o'rnini o'rnatib borish kerak. Ana shunda og'ishsa agar keyin qiynaladi. Keyin faqat o'ksinadi. Qaradi, yon atrofida qaraydi-da, shularga nisbatan o'zini solishtirib boshlaydi. Ana avvalida aytganimizdek hasad paydo bo'ladi. U hasad uni adoy tamom qiladi ertaga. Shu bo'lmasligi uchun o'ziga minimal sharoitlarni yaratish uchun harakat qilish kerak. Hozir bilasizmi? Bakalavrni mayli bizda o'qisin. Magistraturani Yevropada, Osiyoning rivojlangan davlatlarida o'qish uchun qancha katta imkoniyat bor. Nimaga? Tug'ilish kamayib ketdi ularda. Universitetlari bo'sh qolib ketyapti. Professor ishsiz qolmasligi uchun o'sha Yevropa davlatlari, u Germaniya bo'lsin, u boshqa davlatlar bo'lsin, grantlar beryapti. Uni yutib olish uchun nemis tilini o'rganish kerak, ingliz tilini o'rganish kerak, harakat qilish kerak. Hech bo'lmasa magistratura, doktoranturani u yoqqa o'qib kelmasa, bilasizmi, bir yilda 300 mingdan ko'p bitiruvchi bor endi. Universitetlarni bitiruvchilar. Ish o'rni topish o'ziga yarasha mashaqqat olib keladi ertaga. Ana kim anaqa illatlar urchishi mumkin. Hasad bir zumda katta illatga aylanib qolmaydi u. Sekin boshlanadi. Bu aytganimda yosh bolalarda ota bolasini o'ksintirib, qara qo'shni bolasini degan gap masalan. Shundan boshlanadi-da, sekin vaqt, muhit natijasida kuchayib boradi. Agar nazorat qilinmasa, buni yoshlikda ota-ona, ustozlar nazorat qilishi mumkin, birgalashishi mumkin. Lekin katta bo'lgandan keyin uni hech kim nazorat qila olmaydi. U shu hasadga bag'ishlangan kitobni ham o'qimaydi, o'gitni ham olmaydi, u bo'lgani bo'ldi u. Yagona yo'li o'zini o'zi nazorat qilmasa agar u fojiaga aylanadi. Nimaga? Demak, birinchi daraja, siz aytdingizki, kasallikning birinchi bosqichi, ikkinchi stadiya deyiladi, bosqichi deganday, hasad ham xuddi shunday. Birinchi darajasi ichki norozilik va ranjish bilan namoyon bo'ladi. Ichidan norozi bo'ladi. Deydi, loyiq emas edi u narsaga deydi. Bu nimaga bunday bo'lib ketdi deydi. Ranjiydi. Bu eng birinchi va eng yengil shakli bu. Keyin bu so'zga o'tadi. Qalbdan chiqib tilga o'tadi bu. Gapirib boshlaydi. Davralarda o'sha hasad qilgan kishisini obro'yini tushirishga harakat qiladi. Davrada u haqida yaxshi fikr bo'lsa, shu fikrni o'zgartirishga harakat qilib boshlaydi. Endi bunday olganda hasad, bu ma'naviy illat dildan tilga o'tdi. Bu ikkinchi bosqichi. Uchinchisi eng yomon amalga o'tgan. Agar shu birinchi bosqichda buni to'xtata olsa, o'zi hay sho'xshma. Bu odamdan men nima yomonlik ko'r? Buni hayoti bo'lak, meni hayotim bo'lak. Meni hayotim undan yaxshiroq-ku, shukr deb qanoat qilib o'zini o'nglab ola olmasa agar ikkinchi bosqichga o'tadi. Bu valdirab boshlaydi. Gapirib boshlaydi bu. Obro'sizlantirish uchun harakatlar qilib boshlaydi bu. Endi 3-daraja amal bilan zarar yetkazishga o'tadi. Unga fitna uyushtiradi. Unga tuhmat qiladi. Bilasizmi, mana bu bor-ku, kinolarda, hujjatli filmlarda ko'ramiz-ku. Qancha zahar berishlar. Uni bir umr kasal qilib qo'yishlar. Hozir zamonaviy dunyoda Xudoga shukr bu kamaydi, lekin avvalgi davrlarda aksariyat rahbarlar zaharlangan.
ko'rolmaslik hasadni oqibati. Ko'p eshitganmiz uni. Juda ko'p eshitganmiz uni. Bu eng oxiri amal bilan zarar berish. Hasadgo'y u haqida fitna tarqatadi, u haqida tuhmat tarqatadi, zaharlashga harakat qiladi, obro'yini to'kishga harakat qiladi. Shu o'lsa ham xafa bo'lmaydi. Yo'q bo'lib ketsa ham xafa bo'lmaydi, xursand bo'ladi aksincha. Bu amalga o'tgani o'zi tarixda ko'p fojialar ana shu bosqichda namoyon bo'lgan. Hasadning 3-darajasida. Ya'ni amalga o'tgan darajasida, masalan, hasad qiluvchilar jamiyatda birlashib qolishi mumkin. Bitta muvaffaqiyatga erishgan odamni ko'ra olmaydiganlar agar birlashib qolsa, bu fitnaga aylanadi va ular birga harakat qiladi. Hozirgi bilasizmi, o'zi shu suhbatimizga shunday mavzu ham qo'ysa bo'ladi. Hasad raqamli dunyoning kasalligi. Raqamli dunyoda bir kishini beobro'y qilish juda oson bo'lib qoldi. Shantajlar, fitnalar, tuhmatlarni yoyish uchun bir kishiga aytib, bir kishiga aytishiga hojat qolmadi. Shunday ijtimoiy tarmoqqa sizdirilyapti. Qisqa vaqtda millionlab odam ko'rilyapti. Qachon uni tuhmatligini isbotlaysiz, qachon uni fitnaligini isbotlaysiz. Odamlar kasal bo'layapti, yiqilyapti buni evaziga. Shuning uchun shu inson o'zida hasad paydo bo'lganini ko'rsa muolajaga kirish kerak. Atrofida do'stlari bo'lsa, do'st oyna-ku. Do'st aytish kerak. Sen o'zing tutishing yaxshi emas. Sen o'ylaganchalik emas deydigan uni do'stlari, ustozlari bo'lish kerak. Uni muolaja qilib turadi. Ayniqsa rahbarlarga bu kerak. Rahbarlarda hay deb turadigan bir ustozi bo'lish kerak. Har bir rahbarni o'pkangni bos deydigan ustozi bo'lish kerak. Yoki bir sinfdoshi bo'lish kerak. Senlab gapirib, turtib gapira oladigan bir sinfdoshi bo'lish kerak. Bir yoshi katta ustozi bo'lish kerak. Bolam, bu bilan ko'pga bormaysan deydigan. Putyovoditel deydi. Yo'ldosh bo'lish kerak. Shunda u uzoq rahbar bo'ladi. Obro'yini saqlaydi. Hasadchi odam birovning baxtidan quvonmaydi, birovning musibatidan xursand bo'ladi. Eng buni tubanligi ham shunda-da. Shuning uchun ham ichidagi g'ashlikni chigaldi yechadigan narsa shu bo'ladi. Ya'ni birovning muvaffaqiyatsizligi, birovning hayotidagi omadsizlik hasadning oziqasi hisoblanadi. Hasadchining ma'lum bir qisqa vaqt xursandchiligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham bizni tavsiyamiz inson o'zini byudjetini, oilasini byudjetini taftish qiladi. Daromad xarajatini taftish qiladi. Ishlarini taftish qiladi. Inson o'zini qalbini, o'zini xatti harakatini taftish qilish kerak. Uning uchun qalbimda nazar solish kerak. Kechalari uxlashdan oldin nazar solish kerak. Bugun kimni xafa qildim, kimni xursand qildim? Kimning mana shu baxtsizligidan ko'nglimda iliqlik paydo bo'ldi? Bo'ldimi? Bo'ldi. Demak, menda hasad bor. Darrov uni muolajasiga o'tish kerak, uni shukronasini qilish kerakda, uni qalbdan chiqarib tashlash kerak. Agar odamlar bilsa edi o'zi bilan o'zi qanchalik shug'ullanish kerakligini. Biz dunyo bilan shug'ullanyapmiz faqat. Bugungi topgan daromadimiz, bugungi ishimiz, bugun yegan ovqatimiz, asosiy masala shu. Qani kechki taftishlar? Kechga borib kimni xursand qildim, kimni xafa qildim? Kimga nima foydam tegdi? Foyda tegish degani kimgadir bir pul yo bir mol berish, saxovat qilish emas. Tilim bilan kimga nima zarar berdim? Tilim bilan kimni xursand qildim? Kimda bir chigalini yechishga yordam berdim? Bugun qaysi bemorni borib ko'rdim? Va hokazo, va hokazo. Vaholanki bir bemorni borib ko'rish ham o'sha hasadni muolajasi, uni ahvolini ko'radi. Inson qanchalik nochorligini ko'radi. Inson qancha buyuk, qancha ko'p ishlarga qodir bo'lgan sayin inson shunchalik mo'rt, shunchalik nozikki bir nafas yo chiqadi yo chiqmaydi. Shu ushlab turibdi insonni. Hasad hech qachon bir o'zi harakat qilmaydi. O'zini turdosh, o'ziga turdosh bo'lgan illatlarni o'ziga oshno qiladi u. Oladi o'ziga. Va birgalikda harakat qiladi bular. Ulamolarimiz hasad nafs kasalliklarining aksarining sababidir deydi. Sabab hasad, u keyin o'ziga insonni bulg'ash uchun, insonni buzish uchun, vayron qilish uchun o'ziga o'xshagan illatlarni, turdosh illatlarini oladi. Bular nimalar? Eng birinchi hasadning mevasi, natijasi, pirovardi bu adovat bo'lib hisoblanadi. Bilasizmi? Bu adovat so'zini hamma ham tushunavermaydi. Adovat bu birovni yomon ko'rib qolish. Unda agar 999 ta yaxshi xislat bo'lsin, bir xislati yoqmasa, adovat paydo bo'ladi. Haligi 99% uni yaxshi xislatlarini ko'rmaydi keyin. Hali aytadi-ku, muhabbat mahbubning ikkinchi tomonining hamma jihatini ijobiy qilib ko'rsatadi. Bir kishini yaxshi ko'rib qolsangiz,
uni illatlari bilan qo'shib yaxshi ko'rasiz, uni butkul yaxshi ko'rasiz uni. Muhabbat bu bir kuchli tuyg'u. Lekin adovat, uning ziddi bo'lgan adovat bir insonda 99% yaxshi xislatlar bo'lsin-da, 1% xislati unga yoqmasin, adovati bo'lsin, birortasini ko'rmaydi, ko'r bo'lib qoladi haligi. Adovat paydo bo'lgan joyda ko'r bo'lib qoladi. Adovat nimaga aylanadi? Nafratga aylanadi. Nafrat dushmanchilikka aylanadi. Shuning uchun hasadning birinchi mevasi adovat ekan, nafrat, dushmanchilik, kina, g'araz. Mana turdosh, ko'ryapsizmi? Keyingi bosqich yolg'on boshlanadi. Amaliy bosqichi yolg'on boshlanadi. U hasad qilgan insoniga nisbatan yolg'onlar to'qib boshlaydi. Tuhmatlar qilib boshlaydi. U haqiqatni qabul qila olmaydi. U insonning yaxshi sifatlarini eshitishni ham istamaydi. Mana shunday ziddiyat bor. Undan keyin tuhmat bilan g'iybat boshlanadi. Avval g'iybat qiladi. Unga qanoatlanmaydi. Keyin tuhmat qilib boshlaydi. G'iybat bu nima? G'iybat bu bor sifatni gapirishi ham bunday olganda g'iybat bo'ladi. Mana bir kishining bo'yi uzun bo'lsa, biz muqaddas kitoblarda kelgan bir kishini ishora bilan ham g'iybat qilish mumkinligi haqida. Bir kishi haqida gapirganda bir kulimda boshqacha kulib qo'ysangiz ham, norozi kulib qo'ysangiz ham uni g'iybat qilgan bo'lasiz. Bu bor sifatni aytish g'iybatdir. Palonchining bo'yi uzun, jabr nima desa, bu g'iybat u. Jabr besonaqa bo'yi uzun desa g'iybat u. Unga ham qanoat qilmaydi, tuhmatga o'tadi. Unga yo'q sifatlarni aytib boshlaydi. Un bilan bog'liq bo'lmagan jihatlar to'qiydi-da o'zi, orqasidan yomon gap tarqatadi. Insonlar yaxshi inson haqida yomon bir gapga oshiq. Yo'q, biz buni palonchi deb yursak bu rasvo ekan-ku deydi. Shunday ekan. Hech aytmaydiki, boya avval ham aytganimda, bo'lishi mumkin emas. Bu inson bu narsaga qodir emas demaydi. Demak, tuhmat, g'iybat. Bular hali primitiv salbiy holatlar hisoblanadi. Hasadning eng oxirgi nuqtalaridan biri bu zo'ravonlik va jinoyat. Tuhmat, g'iybat bilan ham qanoat qilmagandan keyin unga zulm qilish haqida o'ylab ko'rib boshlaydi. Yo o'zini qo'li bilan, yo o'zgani qo'li bilan. Qancha odamlarni bilamiz, o'sha sobiq ittifoq davrida, keyingi davrlarda ham bir qog'oz shikoyat bilan 10 yillab qamalganini, vafot etgan, uyushtirilgan shikoyatlar bilan. Uyushtirilgan shikoyatlar bilan qancha odamlarning boshiga kulfatlar tushgan. Hozir Xudoga shukr yo'q unday narsalar. Qarib yo'q. Biz demokratik, progressiv davlat quryapmiz. Yo'q unday narsalar. Lekin zo'ravonlik, jinoyat, qotillik, xiyonat, urushlar o'zaro. Mana bu keyingi bosqich. Hasadda kibr va o'zini ustun qo'yish sifati haqida gapirdik biz. Hasad kibrni keltirib chiqaradi. Men undan kam emasman degan musobaqani keltirib chiqaradi, solishtirishni keltirib chiqaradi hozirgi zamonda. Va kibrga aylanadi. Umuman o'zi avval aytganimizdek, o'sha xudbinlik eng yomoni jinoyat. Jinoyatgacha boradi odam. Hasad qilgan odam hech tinchimaydi. Yo'lini qilib jinoyatgacha boradi. Ulamolarimiz, ustozlarimiz, psixologlarimizda yakdil bitta fikri bor. Ya'ni hasad kimlarda ko'proq uchraydi degan savol borda. Hasad ko'proq o'ziga ishonmaydigan odamlarda ko'p uchraydi. Ne'matni ko'rmaydigan noshukur insonlarda ko'p uchraydi. Qadriga bormaydigan. Doim hayotini boshqalarning hayoti bilan solishtirib yashaydiganlarda ko'p uchraydi. Adolatsizlikni ko'p ko'rgan odamlarda ham ko'p uchraydi. Eng muhimi, maqsadi aniq bo'lmagan insonda ko'p uchraydi. Shuning uchun biz farzandlarimiz, shogirdlarimizni mana endi pirovardga kelyapmiz. Hozirgacha hasad haqida gapirgan bo'lsak, bizdan insonlar, jamiyat nima qilaylik degan savol beradi. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Farzandlarimizni, shogirdlarimizni o'ziga ishonchini baland qilib tarbiyalashimiz kerak. O'qish kerak, kompetensiyalar hosil qilish kerak, to'garaklarga berish kerak, sportga jismoniy jihatdan ham, aqliy jihatdan ham o'zida ishonch paydo qilish kerak. U odam birovga hasad qilib o'tirmaydi, o'ziga ishonadi. Ikkinchisi, shukronalik hissini singdirish kerak yoshlarga. Uning uchun avvalgi davrlar bilan nisbiy solishtirishlar, ota-bobolari qanday yashagan, bugun qanday sharoitlarda yashayapti, baribir ne'mat shukrini qilish kerak. Masalan, shaharda kim uchundir 50 so'm pul bo'lmasligi mumkin, lekin qishloqqa borsangiz 50 so'mning qadri bor. Unga bir dehqon chiqarib sut sotyapti, qaymoq sotyapti, non oladi, mazza qiladi. Ikkinchisi, maqsadi aniq bo'lmagan insonlar. Yoshlarga biz maqsad berishimiz kerak. Zo'r aytishlik bo'laman,
zo'r tadbirkor bo'laman, zo'r biznes boshqaruvchi bo'laman, zo'r davlat ishida ishlaydigan xodim bo'laman deydigan aniq bir maqsadlari bo'lsa agar bo'ladi. O'zi hasad birdek, kambag'alda ham uchraydi, boylarda ham uchraydi. Gadoning dushmani gado bo'ladi degan fikrlar ham o'z-o'zidan chiqmagan. Lekin o'sha nazariy manbalarda yosh bilan hisobga olganda hasad 3 davrni o'z ichiga oladi. Qaysi yoshlarda hasad avj qiladigan o'zi davrlari bor. Masalan, eng avj qilgan davrlari o'sha yoshlarda o'qish, oila qurish davriga to'g'ri keladi. Bu 18-24 yoshda ta'lim olish bilan bog'liq, kasb egallash bilan bog'liq jarayonlarda raqobatbardoshlik boshlanadi. Ilk kurtaklarni shunda sezish mumkin. Ikkinchisi 30-34 yoshlarda avj qiladi bu. Ya'ni bu kasbga moslashuvchanlik davr. O'sha davrda ham bir o'ynab qoladi. Va keyin shu 55-60 yoshlar atrofida mehnat faoliyatida susayish paydo bo'lgandan keyin, hayot tajribasi va yutuqlar integratsiya bo'lgandan keyin ba'zilar yoshlarga nisbatan munosabat o'zgarib qoladi. Bizni davrimiz bunaqa edi, bu yoshlar bunaqa degan gaplarda men ozgina hasadning elementlarini ko'raman. Odam progressiv fikrlashi kerak. Davr bilan davrning farqi bor. Biz 20 yil oldingi yoshlardan talab qilingan uslublar bilan hozir uni Z avlodga qilib bo'lmaydi uni. Z avlodni tushunish kerak. Ular raqamli dunyoda yashayapti. Ularda juda ko'p ma'lumotlar bazasi bor. Arzimagan ma'lumotlar bilan umrini o'tkazgan odam ulardan ayb qidirishni to'xtatish kerak. Zo'r bo'lsa, ularga nima kerakligini tadqiq qilsin, o'rgansin, ular bilan hamkorlik qilsin. Qanday ta'sir o'tkazish yo'llarini qilsin. Mana shu 3 davrda hasad ko'payib, kamayib o'zini namoyon qiladi. O'zi hasad birovning yutug'ini og'ir qabul qilish-ku. Shuning uchun hasadning obyekti birinchi baxtli oilalar. Baxtli oilaga ko'p hasad qilishadi. Ularni tinch yashab yurgani yoqmaydi. Ikkinchisi ilmli insonlarga hasad bor. Shuning uchun ham shu avvalgi davrda ham, hozir ham olimlar orasidagi ziddiyat ko'p. Olimlar o'z shogirdlari bilan bir guruh, boshqa bir maktab vakillari bilan doim tortishuv, bahs tortishuv boshqa narsa, hasad boshqa narsa-da. Shuning uchun ilmli insonlarga nisbatan ham hasad juda kuchli bo'ladi. Jamiyatda o'rnini topgan, hurmat qozongan, obro'li insonlarga nisbatan ham hasad juda yuqori bo'ladi. Ya'ni bular hasad obyektlari, hasadning qurbonlari. Ya'ni baxtli oila, ilmli insonlar, hurmatli insonlar. Keyin boylarga ko'p hasad qilishadi. Boylarga nisbatan hasad doim boylarga shubha bilan qaralganda, bu o'sha sobiq ittifoq davrining illati ham bu. Boylarni hurmat qilmaslik, boylarga doim yomon qarash o'sha davrdan qolib ketgan. Hasaddan tashqari ham xuddi uni boyligi sizni hisobingizdan qilib talqin qilinganda. Shuning uchun ham o'sha hasad qiluvchi boylar haqida gapirganda bu halol yo'l bilan topmagan, balon qilgan deb ularga yo'q. Boylari ko'p bo'lmagan jamiyat, boylari ko'p bo'lmagan davlatni boyib ketishini men tasavvur qila olmayman. Qaysi dunyo davlatlarini boy davlatlarda agar ko'rsangiz, unda boylar ko'p. Boylar ko'paygan davlat boyiydi. Boylar ko'paygan jamiyat boyiydi. Shuning uchun boylarga nisbatan biz fikrimizni o'zgartirishimiz kerak. Umuman o'zi diniy ta'limotlarga e'tibor bersak, kimga ko'p ne'mat berilgan bo'lsa, shunga hasad qilinadi. Shuning uchun men ko'p o'ylayman. Biz iymonning rukunlarini bilamiz. Shu iymon rukunlaridan biri taqdirga iymon keltirish, qadarga iymon keltirish. Shu hasad ozgina iymoniy masala hamda, ya'ni iymoniy masalaga putur yetkazadi. Allohning qazoyi qadariga taslim bo'lmaslik bu. Palonchiga berdi, menga bermadi deyishga bizda haqqimiz yo'q. Mehnat qilishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Har bir inson turfa yaratilgan. Shuning uchun hatto mana Umar roziyallohu anhudan kimda Alloh ato etgan ne'mat bo'lar ekan, albatta unga hasad qiluvchi topiladi deganlar. Shuning uchun ham ne'mat sohiblari, amaldorlar, boylar, baxtli oila qurganlar, ilmli insonlar, obro'li insonlarga hasad bo'lishi tabiiy. U insonlar shuni yengish uchun o'zida immunitet bo'lish kerak, o'zida harakat bo'lish kerak. Hasadchi insonni tanish uchun, anglash uchun, bilish uchun odam zakiy inson bo'lish kerak, zukko bo'lish kerak, ko'zi ochiq bo'lish kerak. Bo'ladi bilsa. Chunki hasadchi insonni belgilari bor.
birinchi belgisi hech kimni yutug'idan xursand bo'lmaydi. Birovning yutug'i haqida gap ketdimi, birovning yutug'i haqida suhbat bo'ldimi, uni kamchiligini aytib boshlaydi. Shundan bilsa bo'ladi. Ikkinchidan, muvaffaqiyatlarni kam qilib ko'rsatadi. Kamsitadi muvaffaqiyatlarni. Yoki yig'ilishda kimdir gap eshitsa, bu xursand bo'ladi. Sezilib turadi o'zi. Kimdir maqtalsa xafa bo'ladi. Illat izlash, kamchilik qidirish uni odati bo'ladi. O'zaro suhbatlarda shunaqa fikrlab boshlandimi, shundan ham tanib olsa bo'ladi. Keyin orqadan gapirishga moyil bo'ladi. Umuman o'zi yo'q odamni gapirish bu g'iybat deyiladi-yu, bu madaniyatdan emasda bu. Mana bir davrada yo'q odamni uni gapirmaslik kerak. Iloji boricha qiyin bu. Bu juda og'ir. Masalan, men shu gapni aytyapman, men bundan xoliman deya olmayman. Odam o'zini taftish qilish kerak. Keyin yolg'on ma'lumotlar tarqatadi. Hasadchi odam. Mana hozir bir 6tachalar aytdim men. Hasadchini ko'rsatib beradigan belgilarni tuhmat qiladi. Hasadchi tuhmat qiladi. Birovning boshiga tushgan musibatdan xursand bo'ladi. O'zini doim oqlaydi. Bahona qidiradi. Sovuq munosabat. Har doim raqobat, solishtirish muhitida yashaydi. Buni bu bilan solishtiradi, o'zini bu bilan solishtiradi. Eng katta belgilardan biri doim birovlarni surishtirish bilan umrini o'tkazadi. Palonchi nima bo'ldi, nima qilyapti? O'zi oshkor bo'lsa, birovning hayoti anglash, bilish kerakdir ibrat uchun. Lekin shu surishtiraverirish bu ham bir belgisi. Luqmon Hakim hasadchini 3 ta alomatini shunday degan ekan. Do'sti yonida bo'lmasa g'iybat qiladi. Yonida bo'lsa til yog'lamalik qiladi. Unga musibat yetsa xursand bo'ladi. Hozir bunday hol juda ko'p uchraydi. Mana bir davrada 5 ta do'st o'tiradi, taomlanadi-da, bittasi bir ish bilan, yumush bilan ketsa, 4tasi uni tark etgan ketgan do'stini sifatlarini gapirib boshlaydi. Yo yaxshi, yo yomon. Mana shu ham g'iybat hasadning mahsuli, hasadning yondosh illati hisoblanadi. Suhbatimizning eng yuqori nuqtasi shuki, balki men hozirgacha aytgan gaplarni ko'pchilik biladi. O'zidan o'tkazgan, o'qigan, eshitgan. Lekin har bir suhbatdan, har bir asardan, har bir kitobdan, har bir chiqishdan insonlar, jamiyat tavsiya izlaydi. Xo'p, nima qilish kerak? Ulardan biri biz tavsiya berdik, hasadchini qanday taniymiz? O'sha kitoblarda o'qiganimiz, hayotda kuzatganimiz belgilarini aytdik. Endi bu hasad shaxsiy masala ekan, ko'proq. Inson o'zini qanday taftish qilish kerak? O'zida hasad bormi, yo'qmi? Qanday anglash kerak? Masalan, kasalliklarni belgilari bo'ladi. Kamqonlikdan aziyat chekkan bemor tabibga, vrachga, doktorga borganda ko'zini bunday tortib ko'radi. Qon qanday? Tilingni chiqar deydi. Tomirni ushlaydi. Tashxis qo'yadi. To'g'rimi? Ma'naviy xastaliklarda uning tabiblari nima yo'l tutadi? Qachonki biz ustozlarning oldiga bormay qo'ydik. Ustozlar bilan bir 2-3 kun birga ularda o'zimizni namoyon etmay qo'ydik. Hammamiz zo'rmiz, hammamiz bilimlimiz, hammamizning shaxsiy hayotimiz bor. Ya'ni buni tomirni ushlab buni bilib bo'lmaydi-da. Bu kuzatishlar davomida odam bir namoyon etadi. Chunki har bir inson o'zini aqlli qilib ko'rsatishga moyil. Har bir inson o'zidagi illatni ko'rsatgisi kelmaydi, o'zini juda madaniyatli qilib ko'rsatgisi keladi. Bu yoshiriladi, bu ma'naviy xastaliklarda insonni o'ziga qo'ysa yoshirishga harakat qiladi. Lekin buni muolajasi inson o'ziga bog'liq. O'zini o'zi nazorat qilib, o'zini o'zi taftish qilib, o'zini o'zi eshitmas ekan, o'ziga o'zi qalbiga quloq solmas ekan, hech qachon inson o'zidagi kamchilikni tan olmaydi. Bu insonning tabiatiga xos narsa. Mana shu illatni o'zida borligini, o'sha tomirni ushlash nimalardan iborat demoqchisiz-da. Bu birinchisi. Psixologlarni tavsiyasi ham shunday, ustozlarimizni tavsiyasi ham shunday. Birinchisi o'zini so'zlarini kuzatish kerak. Mana bir kishi muvaffaqiyatga erishdi. Omadi chopdi deb o'ylaymizmi, yo'qmi? Uni omadi chopdi-da, shunday bo'ldi. Yo'q. Nimaga insonlar bir-biriga hasad qiladi? Nimaga malomat qiladi? Muvaffaqiyatga erishgan insonning faqat muvaffaqiyat natijalarini ko'ramiz biz.
u muvaffaqiyatga erishguncha bosib o'tgan mashaqqat yo'li ko'rinmaydi-da bizga. Biz aysbergning uchini ko'ramizda, xulosa qilamiz. Biz qalbimizdan so'rashimiz kerak. Bir kishi muvaffaqiyatga erishdi. Omadi chopdi emas. U juda katta risk qildi. U juda katta tajribasidan kelib chiqdi. U shunga loyiq deyamizmi yoki omadi chopdi deyamizmi? O'zimizni bir voqelikka munosabatimizni bir taroziga qo'yishimiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yaxshilab bir kunlik xulq-atvoringizni bir tahlil qiling. Solishtirdingizmi yo'qmi biron kishi bilan o'zingizni? O'zingizdan ustun bilan boshqa solishtirdingizmi yo'qmi? Sizda solishtirish kayfiyati, odatini tekshirib ko'rishingiz kerak. Uchinchisi, g'iybat qilyapsizmi yo'qmi? G'iybat qilyapsizmi yo'qmi? G'iybatga qo'shilyapsizmi yo'qmi? Agar siz oqil odam bo'lsangiz, bir davrada g'iybat bo'lyaptimi, qo'lingizdan kelsa u g'iybatni to'xtatishingiz kerak. Birodarlar, bugun biz u uchun yig'ilmadik-ku. Kelinglar, g'oyalar haqida gapiramiz, ezgulik haqida, bolalarimizning kelajagi haqida. Uddasidan chiqmadingizmi, u davrani tark eting siz. Shuni qila olyapsizmi yo'qmi? Mana bitta muolaja. Eng muhimi, birovning boshiga musibat yetdi. Boshiga bir tashvish tushdi. Siz undan xursand bo'lyapsizmi, xafa bo'lyapsizmi? O'zingizni bilasiz-ku holatingizda. Achinish hissi, ko'zingizga yosh keldi, achindingiz. Demak, sizning qalbingiz toza. Aksincha, mana o'ynab yuruvdi, hayotni yengil sanavdi. Endi Xudo ko'rsatibdi-da, dedingizmi? Demak, sizda u kasallik bor. O'zi psixologiyada maxsus testlar bor bo'yicha, shkalalar bor bu bo'yicha. Hasadga moyillikni tekshiradigan barometrlar bor bu bo'yicha. Lekin kim boradi unga? Eng oson yo'li qalbingizni tekshirish. Bugun nima niyatda chiqdingiz? Mana bugun siz nimaga ertalab ishga chiqayotganda reja bilan, niyat bilan chiqmaysiz? Bugun kamida bitta bemorni ko'raman. Ahvollashaman. Bugun kamida, ayniqsa rahbarlar. Bugun kamida 4-5 kishining hojatini chiqaraman. Shunday holatlar bo'lgan. Turli lavozimlarda ishladik, Xudoga shukr. Murojaatchi keldi. Bitirib bo'lmaydigan murojaat qildi. Shunday chiroyli javob berdik. Unga ozgina vaqt ajratuvdik. Domla, ikkalamiz bitta suratga tushaylik. Men ishim bitganday xursand bo'lib ketaman. Boshqa narsa kerak emas menga deb bitta suratga tushib shuni olib ketdi telefoniga. Masalan, ko'p bo'lgan unday voqea. Unga siz qo'pollik qilsangiz, uni qabul qilmasangiz, 200 kilometrdan kelgan odam bir umr sizdan dod-voy qilib yashaydi. Odam emas bu deydi. Oddiy misol bu. Mana bir kunlik rejangizni qiling, kimga yaxshilik qilaman, kimga saxovat qilaman, qaysi kasallik ko'raman, kimning hojatini chiqaraman va hokazo va hokazo. Til bilan ham qancha yaxshi ishlar qilsa bo'ladi. Shuning uchun inson o'zini mana shunday tekshirib borsa, test o'tkazishga ham hojat yo'q. Qalbingizni o'zingiz test qilish imkoniyatingiz bor. Bugun kechga borib tahlil qila olasiz. Bugun kim bilan kimda g'iybat qildim? Kimning muvaffaqiyati meni xafa qildi? Kimda xursandchiligi meni xafa qildi? Nima bo'ldi? Shularni bir solishtirib, o'zingizga bemalol baho qo'ysangiz bo'ladi. 80% shunday qilib ishlasa bo'ladi. Hasad bu tug'ma taqdir emas. Avvalo hasad bo'lmaydigan ishlarni qilib yurish mumkin. Mabodo inson hali yuqorida aytganimizdek hasad o'zida bor deb hisobladimi, uni davolash mumkin. Inson juda kuchli xilqat. Bu insonda imkoniyatlarini hali biror fan oxirigacha poyoniga yetmagan. O'zini ham boshqara oladi. Kuchli, inson kuchli. Faqat inson o'zini boshqara bilishi kerak. Demak, hasad tug'ma taqdir emas, tarbiya qilinadigan holat. Demak, birinchisi, mana alohida ta'kidlayman. Hasadni eng birinchi muolajasi qanoat va shukronalik. Men hayotimni masalan birovning hayotidek bo'lishini hech qachon xohlamaganman. Chunki menga bitilgan taqdir bor. Men unga iymon keltirganman. Va mana shu jamiyatdagi shu taqdirni, shu mavqeni himoya qilishga kuch sarflayman men. Himoya qilish degan nima degani? Biror bir illat bo'lmasligi, ehtiyot bo'lish. Demakki, qanoat va shukrni kuchaytirish, boriga shukr qilish, qanoat qilish, hasad bilan teskari pirab, maydalab tashlaydi hasad. Bu birinchisi shu. Ikkinchisi, boshqalarga yaxshilik qilish. Ya'ni iloji bo'lsa agar o'zida iroda kuch topa olsa odam, kimgadir hasad qilsa, o'shanga yaxshilik qilish kerak. Bu psixologiya tilida
qarshi hissiyotni ijobiy harakat bilan almashtirish deyiladi. Birovga hasad qilgan edi, unga yaxshilik qilib qo'ydi. O'zini shunga majburlay olsa agar, mana sizga bitta davolash usuli. Uchinchisi duo qilish. Duo. Duoda gap ko'p. Uning haqqiga. Masalan, bizning muqaddas dinimiz shunday ko'rsatganki, muttasil sizga yomonlik qilgan odam bor deylik. Faqat hasad qildi, g'iybat qildi, tuhmat qildi, hech sizni hayotingiz sizni tinch qo'ymayapti. Bundan siz aziyat chekyapsiz. Ustozlarimiz aytadiki, uni shunday duo qilingki, Parvardigor, uni o'zingni zikring bilan mashg'ul qilib qo'ygin. Sen bilan bo'lib qolsin. Bu nima degani? Yaratuvchisini tanigan odam buni tinch qo'yadi keyin. Aksincha, o'zi bilan o'zi qilib qo'ygan, ovora qilgan, unga bir dard bergan emas, u o'zi qaytib hasadga aylanib ketyapti-ku. Yo'q. Unga shu insof bergin. O'zing bilan ovora qilib qo'ygin. Bu unga yaxshilik tilash-ku. Mana bu duo orqali. Keyin nafsni tarbiya qilish. Masalan, bizlar to'lishib qolmaslik uchun ko'p mashaqqat chekamiz. Ovqatni kam yeng, shirinlikni kam yeng, xamirlarni kam yeng, to'g'rimi? Nimanidir kamaytiramiz. Bu moddiy nafsni jilovlash, tarbiya qilish kerak. Lekin ma'naviy jihatdan ham nafsni tarbiyalash bor. Masalan, Naqshband hazratlari juda chanqagan vaqtlari daryoni labiga borar ekanlar, suv ichmay qaytib kelar ekanlar. Nafslarini tarbiyalar ekanlar. Yo'q, shunday ulamolar bor ekan, chanqaganda bir yaxshi bir meva yeglari kelganda bozorga shu mevani oldiga borib, mevaga bir tikilib, sen bilan jannatda ko'rishamiz deb burilib ketar ekanlar. Ya'ni nafsni charxlash bu. Yeydilar mevani, suvni ham ichadilar. Bu ehtiyoj bu. Lekin nafsni chiniqtirish bu. Xuddi shunday ma'naviy xastaliklarga nisbatan mana bunaqa teskari ishlar qilinsa, ya'ni o'sha ma'naviy xastalikni oyog'ini ostiga olish kerak, nafsni oyog'ini ostiga olish kerak deydi ustozlarimiz. Uni tark qilishning yo'llaridan biri. Endi shunda hasad so'na boshlaydi. Mag'lub bo'ladi u. Endi zamonaviy psixologlarning ham usullari bor. O'sha aytganlarimga juda o'xshab ketadi. Ya'ni fikrlashni o'zgartirish. Buni kognitiv yondashuv deyiladi. Munosabatni o'zgartirish, fikrlashni o'zgartirish, ezgulik haqida o'ylash ko'proq. Keyin o'zini o'zi qadrlaydigan odamlar kam hasad qiladi. O'zini jonini o'ylagan, o'zini lichni hayotini o'ylagan, o'zini sferasida, o'zini qobig'ida bo'lgan odamlar ham kam hasad qilinadi. Keyin solishtirishni kamaytirish kerak. Psixologlar shuni tavsiya qiladi, solishtirishni. Keyin minnatdorlik mashqlarini ko'paytirish kerak. Bizda minnatdorlik qilish bu bor narsa, hadiyalashish bor narsa. Kichik narsaga ham minnatdorchilik bildirishga o'tish, rahmat aytish, bir yozib qo'yish, mana sababchi bo'ldingiz, mana shunday ishlar bo'ldi deyish, bu ham hasadni kamaytiradi, yo'qotadi. Keyin stressni kamaytirish. Bu ham katta omil hisob. Demak, hasaddan qutulish mumkin. Buning uchun odam o'z ustida ishlash kerak, o'zini boshqarish kerak, o'zini taftish qilib borish kerak. O'zi bilan o'zi gaplashsin, qalbi bilan gaplashsin. Nimaga inson o'zi bilan yolg'iz qolmaydi? Inson o'zi bilan yolg'iz qolganidan uxlaydi. Yo'q, uyqugacha o'zi bilan suhbat qilsin. O'tgan kunini taftish qilsin, ertangi kunini reja qilsin. Shunda olam guliston. Bu biz avvalida ta'riflaganchalik qo'rqinchli narsa emas, bundan qutulish. Faqat odam uni ixtiyor etish kerak, o'zini boshqarish kerak, o'zi bilan o'zi gaplashish kerak. Xulosa qiladigan bo'lsak, hasad insoniyat tarixi mobaynida insoniyatga eng ko'p talofat olib kelgan ma'naviy illat hisoblanadi. Ya'ni boshqa illatlar shundan urchigan. Shuning uchun bugun uzoq suhbatlashdik. Ikkinchisi, hasad bu faqat shaxsiy masala emas bu. Bu jamiyat masalasi, davlat masalasi bu. Uchinchisi, inson qalbida hasad birdan paydo bo'lmaydi. U sekin-sekin ildizotib rivojlanib boradi. U uni nazorat qilmasa kuchayib boradi. Keyingisi, hasad inson sog'ligiga ham zarar. Bugun fikrlarimizda agar yaxlitlaydigan bo'lsak, jamiyat uchun xavfli, jamiyat uchun ortiqcha xarajat, jamiyat a'zolarining sog'ligi yaxshi bo'lmasa ortiqcha xarajat degani bu. Eng muhimi, hasad bu tug'ma taqdir emas bu. Bu orttiriladigan dard bu. Jamiyatda bo'lsa yuqadi. Buni ham anglash kerak.
demak mana shular atrofida agar fikr yuritadigan bo'lsak, tavsiyalar mana shu butun suhbatimiz davomida aytilganlarni yaxlitlaymiz. O'sha yerda ketdi bu tavsiyalar, lekin bir boshdan sanaymiz. Birinchisi inson har qanday holatda hasaddan saqlanishi kerak. Buning uchun biz aytdik, boyligini ko'z-ko'z qilmaslik kerakdir, qobiliyatini ko'z-ko'z qilmaslik kerakdir. Imkon qadar. Baribir oshkor bo'ladigan jihatlari bor-da, qanoat va shukrni kuchaytirish kerak. Uyda o'tirganda ham dasturxon atrofida farzandlarga shu avval bir burda nonning qadri qanday bo'lgan, bobolari aytma, rahmatli otam odamlar urush vaqti kunjara yeganligini, bir burda non qandayligini, yo svetni o'chirib qo'yish kerakligini, shukr qilish kerakligini, u davrlar qaytib kelmasin deb shunday gaplar bo'lardi. Biz shu ruhda o'sganmiz. Shuning uchun hozir nima agar uyda non isrof bo'lsa, men hech kimga kun bermayman. Shunday qilib bizga singdirilgan. Shuning uchun oilalar isrof qilib boshladimi? Noshukrlik qilib boshladimi? Ana shu ildiz otadi. Shukrona bilan yashash, qanoat bilan yashash, boriga shukr qilish bu eng katta muolajalardan biri. Ikkinchisi qiyoslashni to'xtatish kerak. Oilada amma, xola, quda haqida gapirmaslik kerak. Yaxshiliklar haqida gapirish kerak. Ezguliklar haqida gapirish, solishtirish, qiyoslash bu hasad suv ichadigan manba, kuch oladigan manba bu. Uni to'xtatish kerak. Keyin xonadonda birovning yutug'i bilan quvonadigan, shu yutuq bizda ham bo'lsin deydigan muhit yaratish kerak. Ota-ona gaplashganda men angladim, hayotimda ham 4 yoshlar bola hammasini bilib o'tirar ekan. Hozirgi bolalarni men farzand nabiralarimizda aytaman, bular sun'iy intellekt deb qo'yaman. Ularni hozir gapini taroziga qo'ysangiz 25 yoshlar yigitdan zo'r gapiryapti. Shuning uchun ularni yosh sanamasdan, ularning oldida ham faqat pozitiv fikr, pozitiv yondashuv bo'lishi kerak bo'ladi. Inson doim o'zini taftish qilish kerak. Biz buxgalteriyani taftish qilamiz. Birovlarning hayotini ilma-teshik qilib taftish qilamizda, o'zimizni taftish qilmaymiz. Biz o'zimizni taftish qilishimiz kerak. Butun umrimizda ilojimiz yetsa bir taftish qilish kerak. Avval odamlar kundalik tutgan. O kundaliklar kitoblar bo'lgan. Yo'q bo'lib ketdi shu narsalar hozir. Men talabalarimga ko'p tavsiya qilaman. Kundalik tuting. Qilgan ishlaringizni yozing. Hozirgacha bo'lmasa endi tuting. Hayotingizdagi o'zgarishlarni yozib boring. Uni bir qarasangiz, mana bitta tavsiya bu ham hasad bo'lmaslik uchun. Kundalik tutish masalan. G'iybat va kamsitishlardan yiroq bo'lish. Xonadonda g'iybat bo'lmaslik kerak. Bizning ulug'larimiz aytganki, xonadonda birovlarni gapirish dard. Allohning zikri shifo deyilgan. G'iybat dard olib keladi xonadonga. Kasalliklar olib keladi. Bu bir illat bu. Buni men diniy nuqtai nazardan aytmayapman. Shu olimlarning kashfiyotlari bor. Bir xonada g'iybat, urush, g'urbat bo'lgan, ikkinchi xonada ezguliklar bo'lgan, chiroyli so'zlar bo'lgan, haligi suv ikki xonadonda ham suv qo'yilganda bir suv xira bo'lib qolgan. Shu nuqtai nazardan qarasangiz ham ezgulik haqida gapirilgan xonadonda baraka bo'ladi. Birovlarni gapirish, boshqa xonadonda kasallik bo'ladi. Keyin ruhiy tinchlikni saqlashni o'rgatish kerak farzandlarga. Biz bolalarni sportga beramiz. 2-3 ta fanlar repetitorga beramiz, u bir institutga kirish uchun beramiz. Lekin tarbiya kurslari juda kam bizda. Tarbiya kurslari tashkil qilish kerak. Bolalarga tarbiya bersin. Yaponlar nimaga zo'r? Mana oddiy misol keltiraman. Biz universitetimizga Yaponiyadan trener olib keldik. Trener kelgan, Termizda chang ko'p, shamol ko'p. Yapon treneri shogirdlari bilan sport zalga kiryapti. O'sha kurash tushadigan maydon chang. Bizni polvonlar farroshni kutib o'tiribdi. U latdan olib artib boshlayapti, hammasi qo'shilib artyapti. Bu maktabga o'rgatilgan-ku ularga. Va aytayapti, bundan keyin bizni sport maydonimizni farrosh tozalamaydi. O'zimiz tozalaymiz. Tarbiyami bu? Mehnatmi bu? Mana sizga oddiy narsa. O'rganish kerak buni. Keyin bolalar tarbiyasida hasadga qarshi immunitetni shakllantirib borish kerak. Boyagidaqa solishtirishlarni qilmaslik kerak. Nisbatlarni bermaslik kerak. Sen unaqa, bu bunaqa. Bo'lmaydi bolaga u narsalar. Mana bu ham tavsiya. Keyingisi hasadchi kishilardan uzoq bo'lish kerak. Bir insonda hasad sezdingizmi? Undan uzoq bo'lish kerak. Chunki baribir ma'lumot berib qo'yasizlar. Uzoq bo'lish kerak. Yutuqqa erishsangiz yoshiring uni. Darrov maqtanib ko'z-ko'z qilish kerak emas. Hasad nishoni bo'lasiz ertaga. Imkon qadar shaxsiy hayotingiz shaxsiyligicha qolishi kerak. Hasad haqida fikrlarni biz tarixiy voqeliklar bilan ko'rsatib berdik.
hayvonlar o'rtasida o'tkazilgan eksperimentda ko'rsatdik. Endi hammamiz sevib ko'radigan bir film bor. Adashmasam, Tansoqchi degan. Ko'rgan bo'lsangiz kerak u filmda. Ana shu Tansoqchi filmida e'tibor bersangiz, o'sha mashhur xonandaga juda ko'p suiqasdlar bo'ladi. Shuning uchun Tansoqchi oladi o'ziga. Va keyin oxiri surishtiruvlar bilan aniq bo'ladiki, yonida yurgan opasi tashkil qilgan bo'ladi hammasini. Unda oxirida savol berishganda, u mana shu hasadni shunday ta'rifini berib qo'yadi. Yoshligimizdan deydi, ota-onam meni singlimga ko'p e'tibor bergan deydi. Shuni hisobiga bu qobiliyatli bo'ldi deydi. Bunga ko'p e'tibor bergan, menga e'tibor berilmagan deydi. Bu nimadan dalolat? Bu o'sha hasadning ko'rinishi. Shuning uchun oilalar farzandlariga teng sharoit, teng muomala, teng talab qilish kerak. Bolam sen iqtidorlisan, sen meni kunimga yaraysan deyilaversa boshqalariga ta'sir qiladi. Hammasiga birdek yondashish kerak. Demak, bu hasadni o'sha oiladagi ilk kurtaklari bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Bilasizmi, o'zi hasad noto'g'ri tarbiyaning, noto'g'ri muhitning, noto'g'ri qarashlarning mahsuli. Biz aytdikki, u jamiyatdan ko'chadi yoshlarga. Inson fitratda hasad bilan tug'ilmaydi. Pokiza bo'lib tug'iladi inson. Demak, jamiyatdagi muhit, noto'g'ri tarbiya, noto'g'ri qarashlar unda hasad urug'ini ekib qo'yadi. Uni rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun farzandlarimiz qalbini hasad urug'laridan ehtiyot qilishimiz kerak. Shuning uchun solishtirishlarni kam qilish kerak. Kecha bilan solishtirish kerak. O'g'lim qara, kecha mana bunaqa edi, bugun bunaqa. Senda o'zgarish katta. Avvalida ham aytdim. Demak, bu birinchi. Bugun o'zi suhbatimizda pirovarda ham yoshlarga tavsiyalar. Kattalar men aytgan fikrlarni ko'pini bilishar, o'zini to'g'rilab olar va bolalarimizga, shogirdlarimizga tushuntirishimiz kerak. Alloh taolo har bir insonni alohida har xil qilib yaratgan. O'sha muqaddas kitoblarimizga keladi, inson hatto barmoqlarini uchi bilan ham ajratib qo'yilgan. Shuning uchun ham barmoq izlarini olganda insonlarda shuncha hozir 9 milliardga yaqin odam bo'ladigan bo'lsa, birortasi ham to'g'ri kelmaydi. Shu paytgacha yashagan biron inson bilan ham to'g'ri kelmaydi. Necha milliard odam yashab o'tdi bu kurrayizda. Qarang bu mo'jizani. Shunday ekan, inson iqtidorni ham, rizqni ham, taqdirni ham alohida bitgan. Hammaga har xil bo'ladi. Kimdir ilmda kuchli, kimdadir tadbirkorlik qobiliyati kuchli bo'ladi, kimdir sportda kuchli, kimdir san'atda kuchli. Hamma birdek bo'lmaydi. Shuni bolaga singdirish kerak. Bola bu taqdir. Lekin mehnat qilsang zo'r bo'lasan. Farzandlardagi qobiliyatni ota-ona sezish kerak, his qilish kerak. U uchun bola bilan yashash kerak. U uchun bola bilan suhbat qilish kerak. Ha, qo'shni uyi yuridik fakultetga o'qishga kiribdi, sen ham hoshcha kirishing kerak deb uni bo'g'ib tashlash kerak emas-da. Nimada qobiliyatli u bola? Nimada qanoatli u? Nima kasb qilsa, boriga shukr qiladi. Nima kasb qilsa, ko'p narsa bo'lsa ham uni qoniqtirmaydi. Hali kuning susamagan ovqatni har kun olib kelib qo'ysa yemaysiz. Och o'tirishni o'zingizga lozim tutasiz. Xuddi shunday bolani nafaqat tiliga, qalbiga quloq solish kerak. Bola bilan do'st bo'lish kerak, farzand bilan do'st bo'lish kerak, u bilan odam bog'lanish kerak. Dunyoga keltirgandan keyin uni jamiyatga, davlatga tayyorlab berish kerak edi. Shuning uchun yoshlarga tavsiya shunday bo'ladi. Ikkinchisi, yoshlarga shukronalikni o'rgatish kerak. Bolam shu 4 muchang sog'ligi baxt. Men ko'pincha aytaman. Yaxshi taom keldi, shuni yeb hazm qilishni o'zi baxt. Qancha odamlar bemor tovuq sho'rvani bulyon ichib o'tiribdi. Hazm qila olmaydi ovqatni. Shundan quvvat ola olmaydi, u bemor u. Hozir yoningizga kelgan taomni xohlaganini yolayapsiz, bu baxt. Insonlar sizni so'rab kelyapti, bu baxt. Odamlarning hojatini chiqaryapsiz, baxt. Mana bugun ish haqqi oldik. Men xursandman. Uyimga nimadir ko'tarib boraman. Bu baxt bu. Yo bir majburiyatimni uzaman. Shuning uchun yoshlarga shukronani o'rgatish kerak. Kamiga ham, ko'piga ham shukr, qanoat. Hali aytadi-ku ulug'larimiz. Qachon men o'zimni kuchli odam his qilaman, qachonki o'ta ko'p xursandchilik bo'lib ketsa ham ko'p xursand bo'lib ketmayman. O'ta xafachilik bo'lsa ham men ko'p xafa bo'lib ketmayman. Ya'ni ular oltin o'rtalig'ini topa olgan kuchli odamlar ular. Demak, farzandni shukronaga o'rgatish kerak. Keyin ijtimoiy hayot, ijtimoiy tarmoqlarda namoyon qilinayotgan, ko'rsatilayotgan bu hamma yaxshiliklar, hayot haqiqat emasligini ularga tushuntirish kerak. Soxta reklama uni hammasi. Aksariyat uni reklama, to'qima ular. Hech
hech qachon hayot birdan yaxshi bo'lib ketmaydi. Uni oldin ham aytganman men chiqishlarimga. Sabrga o'rgatish kerak odamlarni. Shukurga o'rgatish kerak. Endi farzandlarga, yoshlarga, shogirdlarga o'rgatish kerak bo'lgan narsa, shuni aytish kerakki, birovning yutug'i bu sening mag'lubiyating evaziga bo'lmayapti. Sening baxtsizliging uning baxti evaziga bo'lmayapti. Hammani taqdiri alohida. Birovga berilgan rizq, birovga berilgan davlat sening rizqing kamayish hisobiga berilmayapti. Hammani o'zini yo'nalishi bor, hammani o'zini hayoti bor, hammani o'ziga ajratilgani bor. Sen harakatingni qil, sen mehnatingni qilgin. Umuman olganda katta avlod, ustozlarni, ota-onani bosh vazifasi yoshlarda hasad emas, havasni shakllantirish, havasni qalbiga urug'ini ekish. Buni kimdir motivatsiya deydi, boshqa deydi. Umuman inson havas bilan yashash kerak, lekin uni ham chegarasi bo'lishi kerak. Men o'zim erisha olmaydigan narsalarni taxminan bilaman, uni o'ylamayman ham men. Lekin o'zimda imkoniyatimdan kelib chiqib erishadiganlarimni harakatini qilaman. Lekin baribir Allohning rejalari bandani rejasidan mukammal. Ko'pincha menga kelgan muvaffaqiyatlarni 100 dan birini ham orzu qilmaganman. Berilgan. Keyin shukrona qilganmiz. Shuni saqlashga harakat qilganmiz shobra. Shuning uchun bugungi suhbatimiz ko'proq yoshlar uchun deb qabul qilsa bo'ladi. O'ylayman foydali bo'ladi. Rahmat.